Başlagan çağda işaret veriyorsunlar. Assalomu alaykum. Butun dunyodagi barliq aziz ko'rganlarimiz Dünya Uyg'ur Qurultiyi Tor televiziyasining suhbat programmasiga xush keldinglar. Bugun biz nihoyatda hayajonli minutlarni o'tkazyapmiz. Ya'ni Janvarninki BDT bosh shtab oldida bugun yana tarixiy bir namoyish boshlanyotidi. Dünya Uyg'ur Qurultiyi va Yevropadagi tashkilotlar va dunyodagi boshqa tashkilotlarning hamkorligida hem ularninki yordamida bugun boshlangan bu namoyish hozir naq maydondan Dünya Uyg'ur Qurultiyi To'g'ri televiziyasi orqali naq maydondan tarqatilmoqchi. Bizniki bugun burun bu xildagi tarqitish azaldan bo'lib boqmagan. Ya'ni bizniki 3 naq maydondan tarqitish xodimimiz naq maydondan tarqitishga kamera bilan yordam qildi. Biz tövende bizdeki muhbirlarımızla tanıştırıp biteyli. Bir yerde Dünya Uygur Qurultayı'nınki televiziya uçur teşvikat merkezindeki xadimi İftihar İlyar şundaqla Nebican efendiler bugün naq meydan taqitishga yordam qildi. Hazır bizdeki qarindoshlarimiz neçə yüz qarindoshlarimiz Ceneve BDT baş ştabını aldığı yığıldı. Naq meydanımızı müşahidim başlayalım. Belki bildirip qo'yadigan masala bizdeki tunji qatam bu xildagi naq meydan taqitish programmasi bo'lganligi uchun ba'zi texnikalik jihatda masalalar chiqishi mumkin. Ovoz endi anglanmaydigan yoki boshqa bir masalalar bo'lsa jamoatniki naq maydonda fikr bildirishni ham xatoligimizni kamchiliklarni tuzatishga yordam qilishni umid qilamiz. Undaqda hozir tuvanda İftihar efendi Dünya Uyg'ur Qurultayı'nınki muavin raisi Parat Yo'rinqash efendini ziyorat qildi. Qani marhamat İftihar. Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Dünya Uyg'ur Qurultiyi Tor televiziyasining naq maydon programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Keminin qarindoshinglar İftihar Abdurashid hammanglarga o'tliq salom. Hozir biz Dünya Uyg'ur Qurultayı'nınki muavin raisi Parat Yo'rinqash efendini ziyorat qilmoqchi. Ana Parat Yo'rinqash efendi merhamet. Assalomu alaykum Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Dünya Uyg'ur Qurultiyi va Yevropa faoliyat yapayotgan 15 dan ortiq tashkilotningki bevosita sohibqonlik qilishi bilan bugun yana mana 5-oyning 13-kuni Yevropaning har qaysi ellardagi Uyg'ur qarindoshlarimiz kecha yo'l yurib, buni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti binosining oldidagi bu maydonga to'planishga boshladi. Rasmiy yurishimiz va namoyishimiz birozdan keyin boshlandi aziz qarindoshlar. Bu qatimki namoyishga mana boshqa davlatlarning uzluksiz qilyapti, ko'payyapti, soni ko'payyapti. Namoyishchilarimiz lozunglarni ko'tarib bu qatim namoyish qilyapti. Aziz qarindoshlar, bu qatimki namoyishning ahamiyati nihoyatda muhim. Maqsadimiz shu, bu yerda BDT kishilik huquq oliy komissari Michel Bachelet qonun boshchiligidagi BDT hay'atining Sharq Turkistonda cheklimisiz ziyorat qilishini talab qilish, Sharq Turkistondagi jazo lagerlarini, turmalarni, shundaqla majburiy emgak maydonlarini bevosita ziyorat qilib, bu yerdagi Uyg'ur va boshqa yerlik mahbuslar bilan bevosita dialog o'rnatib, suhbat olib berishini. Uningdan bu Xitoyningki jazo lagerlarida, turmalarda azob uqubat chekayotgan bir qism bu yerda Uyg'ur sarxillari bilan bevosita ko'rishib, masalan, Ilhom To'xti, Yolqin Ro'zi, Qurbon Mahmud va Gulshan Abbosga o'xshash bir qism Uyg'ur sarxillari bilan bevosita ko'rishib, ularning dardini anglab beqishni talab qilish va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy kengashiningki o'tkazildi 8-oyda oldi burun hozirlab bo'lgan. Ammo hozirgacha kechiktirib turli sabablar bilan Xitoyning besimi bilan e'lon qilmagan bu Uyg'ur kishilik huquq vaziyati haqidagi umumiy dokladini Michel Bachelet xonim Xitoyga va Sharq Turkiston ziyorat qilishdan burun e'lon qilishni talab qilish maqsadida bu namoyishni uyushtiryapmiz aziz qarindoshlar. Mana oqshom bu yerda shu Germaniyadan, Gollandiyadan, bu yerda Angliyadan hatto aziz qarindoshlar, uningdan keyin bu yerda Norvegiya, Shveysariya, Shvetsiya,
Finlandiya'dan kelibdi aziz qarindoshlar. Belgiyaning bor, Fransiyadagi qarindoshlarimiz bor, Avstriyadagi qarindoshlarimiz bor. Bu Yevropadagi 14 dan ortiq davlatda yashayotgan qarindoshlarimiz kelib bu yerga to'planyapti. Uningdan boshqa aziz qarindoshlar, bu qatimki namoyishga madad berish uchun Yevropaning siltilgi davlatlardan, masalan Kanadadan, Amerikadan, Avustraliyadan ve Türkiye'den, Japonya'dan 5 devletten bazı qarindoshlarimiz Atay'dan bu namoyish maydoniga keldi. Kelib bu yerdagi Yevropadagi qarindoshlarimizningki bo'lgan bu birlashma namoyishiga madad berish uchun bu yerda namoyishlarimiz sepidan o'rin oldi. Aziz qarindoshlar, mana shu vatanda jazo lagerlarida, Xitoyning turmalarida, majbur emgak maydonlarida azob uqubat chekayotgan, xo'rlanayotgan, dafsanchilikka uchrayotgan, irqiy qirg'inchilikka uchrayotgan Sharq Turkiston xalqining haqqi hurmat uchun, ularning ovozini tuyg'uzish uchun kecha uxlamay yo'l yurib, Yevropaning har qaysi ellaridan avtobuslar bilan, mashinalar bilan kelib bu yerga to'plangan bu aziz qarindoshlarimizga Dünya Uyghur Kurultayı namını alaydı. Tekrar rahmetimi bildirimen. Allah bu qarindoshlarımızdan razı olsun ve bir yerde kilenmegen ve ama maddi ve manevi cihetten bu kadar birleşme namayişimizde kollagan bütün aziz qarindoshlarımızga tekrar Kurultay namıdır. Minnettarlık bildirme aziz qarindoshlar. Namayişimiz saat 10'da yürüyüş resmi başlandı. Angaçı bir yerde tayarlık kılınavatdı. Namayişimiz başka devletlerde gibi kilometre etrafında. Bu namayişimiz 10'da başlandı ve BDT binası aldığındaki bu meydanda toplanıp boğandaki bir yerden BDT Kişilik Hukuk Ali Kenişi binasındaki aldığı taraf yürüyüş kılımız ve asaslık narazılık hareketlerimiz bu yerde devam kıldı aziz qarindoshlar ve namayış jarayonida da BDT Kişilik Hukuk Ali Komissarı Mitchell Bachelet Hanım'a bir yerde dünyanın her qaysi ellerinde faaliyet yaptırıyotgan 60'dan artıq Uyghur teşkilatındaki imzası ile hazırlangan talep xetimizni bu yerda BDT Kişilik Hukuk Ali Komissarı'nın işxonasiga topshiramiz aziz qarindoshlar ve Bachelet Hanım'dan Xitoy ve Sharq Turkiston ziyoratlaşdan burun Uyg'ur vakillari bilan, lager shoirlari bilan ko'rishni talab qilamiz. Rahmat sizga. Siz ko'p rahmat Farhat Yorunqash efendim. Muşunga o'xshash vatan millat uchun xizmat qilayotgan qurultay rahbarlarimiz ve barliq Uyg'ur qarindoshlarimizni Alloh ishki dunyolik razı olsun. Sizga ko'p rahmat. Rahmat. Rahmat sizlarga muvaffaqiyat tilayman. Rahmat. Köpten köp rahmet Şifkar Efendi'nin ayette yaxşı bir ziyaret oldu. Tövende şu 3 ekranımız arkalık Nahmeydan tarqıtış davamlışıdı. Hem de İlyar Efendi'nin ki ziyaretine dikkat kılaylı. Kını İlyar Efendi Dolqun Aysa Efendi'nin ki vakti olsa iki kız Dolqun Aysa Efendi'nin ki fikrini alsa. Tamam geldim. Assalamu alaykum hurmatli Dolqun Aysa efendim. Bugungi shu janva namoyishga bo'lgan ta'siriyotingizni so'zlab bergan bo'lsangiz. Janva namoyishida boshlash olib turibdi. Nayt qizg'inlik yuqori. Har qaysi davlatlardagi qarindoshlarimiz kecha hukumat yetib keldi, bir qismlar yo'lda kelyapti. İnşallah nayt yaxshi muvaffaqiyatli Xitoyning yuragini titratgidek, xalqimizning qalbini xo'shal qilgidek, malham bo'lgidek, jazo lagerlarida azob chekayotgan insonlarimizga bir tasalli bo'lgidek va Boshchilar xonimning tiqilib qolgan quloqlarini echayotgidek jangovar bir namoyish bo'ldi yani. Ta'siriyotim shu qolgan elda turibdi. Rahmat. Köp rahmat. Ko'rishimiz namoyish tayyorligi nihoyatda jiddiy elib berilyapti hozir. Amma odamlar aldirash tarqatiladigan bayroq, kiyim, jildga, anandagi mahbuslarning kiyimi bu narsalar tayyorlanyapti. Shuni nihoyatda jiddiy bo'lgach, hozir ziyorat qilish bizga afsus bo'lishi mumkin. Bu yerda uqtirib qo'yadigan masalalardan yana bugungi namoyishni Dunyo Uyg'ur Qurultayining boshchiligida Uyg'ur Akademiyasi, Yevropa Sharq Turkiston Ma'rif Jamiyati, Shveysariya Uyg'ur Jamiyati, Belgiya Uyg'ur Jamiyati, Yevropa Sharq Turkiston birligi, Germaniya Uyg'ur Madaniyat va Ma'rif birligi, Fransiya Uyg'ur Jamiyati, Norvegiya Uyg'ur Komiteti, Shvetsiya Uyg'ur birligi, Finlandiya Sharq Turkiston Jamiyati, Angliya Uyg'ur Jamiyati, Gollandiya Uyg'ur Kishilik Huquq Fondi,
Avstraliya Uyg'ur jamiyati, Uyg'ur madaniyat va tashviqot markazi qatorliq 10 dan ortiq tashkilotniki hamkorlashishi bilan bo'ldi. Tuvanda Mesela namoyishdagi tartibot ishlayotgan albatta soat 10 atrofida hozir uqtirish beryapti. chiqar so'lga burilib Birleşmiş Milletler Teşkilatı huquqiy kengashiniki binosi oldida yurishimiz taxminan 1 kilometr düşünemez. Arkadaşlar banka vaqtida bayım Abdullah deganda security bolalarniki buyruqqa amal qilinglar. Yo'lda belirlenen nimadan chiqayotganlar mumkin bo'lsa 5dan minglar orliq qo'yib minglar biroz. Eng oldida bizning mashinaning keyiniga agishib bu 10 kerimishimiz mavdu Ratartun yaxshi bilinglar qalayim qanday bularning keyinidan tayajim mavdu uningdan keyin ma'lozinka bu asosiy bizning lozinkimiz bu mavdu uningdan keyin lozinkani keyindilar ma'lozinka olgandan keyin bayroq yaqin keltirdilar sizlarga cho'ng bayroq shu lozinkani keyindilar sizlar bayroq minglar qolganlar ixtiyor düşmenglar ay yo'lninki mashinninki malg'aydan to'sadigan qilmanglar 5dan minglar orliq qoldiringlar biroz oldirmay manglar dikkat berolmayli yo'lni biroz mangaydi Tövende ziyaretimizni davamlashtirish imkoniyati bormi? Agarda imkon bo'lsa, bizniki har qaysi tashkilotlarning rahbarlari, bizning namoyishchilarimizni Ilyar, Iftixor imkon bo'lsa ziyorat qilsak bo'ldi. Mana Ro'shan Abbos xonimni ziyorat qilgan bo'lsak. Yaxshi. Ana keyin Ro'shan Abbos xonimdan keyin Qalbinur xonimni. Ro'shan Abbos xonim bugungi shu janva namoyishga bo'lgan ta'sirotingizni so'zlab bergan bo'lsangiz. Rahmat. Bugün Avrupa'nın hamma yerlerinde başka Avustralya'da Türkiye'den Hemimizdeki haberimiz olduğuna da Meşal Taşray Hanım'daki şiirimizden beri Birleşken Devletler Teşkilatı'ndaki en cüfri insan haklarının komisyonu bilen bugünkü kadar Xitay'a karşı bir eğitim yapılmasıdır ve tayyor bo'lgan dokladni e'lon qilmasligi shundaqla Xitoyga borgandagi ziyoratining qanday shaklda bo'lganligi o'zininki dastlabda talab qilganidek hech qanday daxli tarifsiz boradigan yerga berib ko'rman degan yerlarni ko'rib so'zishmagan odamlar so'zishadi yoki Xitoy buni qanday shakllantirib qo'ydi bularni hech bir o'tirg'a chiqmayapti bu yerda bir transparency bo'lmayapti biz shunga qarshi ziyoratning oldida dokladni e'lon qilish lozimligi agar Xitoyga qarshi Xitoyniki ishg'oliyatga sharqiy Turkistonda qilayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatlariga qarshi bir aniq bir ifodasini bildirmasa hem Xitoyga borgan chog'da tekshiradigan tekshirishlarga anfadir ya'ni hech qanday
Sosyalgısız bir ziyaret olmasa Uygurlarga ziyan ekilip. Şunun için biz bir yakışıklı Michel Bachelet hanımınki özünün haqiqiy rolini joriy qildirib, Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki prensipleri asasında iş qilishga shuni talab qilib berishadi. Köpten köp rahmet. Rahmet. Hem de kalbini kanım. Hanım, sizden bugünkü müş namayişga bo'lgan hissiyatınız bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Arkadaşlar, biz bana arkadaş devletlerden bu cennet meydanında namayişga biz anımızın ortak bir maqsadi şu Bachelet Hanım vatan ziyorat berishdan burun Uyg'urlarning huquqlarini bir e'lon qilayotgan bo'lsa, bu bag'andan keyin Xitoy ko'rsatmagan siyosatlarni emas, shohidlar ko'rsatmagan joyni shu hamkorlarni ko'rib, haqiqatni butun dunyo boshqarishni Rahmet, köpten köp rahmet. Hazır yürüyüş başını çaldı tur etipti. Ama yürüyüş hazır namoyish başlandı. Şuna ziyaret İlyar, sal kamroq qilsak, shuni talab qilaman. tamam. Biz tövende xaritadimmi ko'rpoqlar. Masalan, bizniki hozirgi namoyishchilarimizniki o'rni BDT bosh shtabining oldi, ya'ni hammamiz bildigan bir puti yo'q o'rindiqning oldi dal mishada namoyish yig'ildi. BDT bosh shtabi shu. Biz şu baş ştabning oldidagi şu maydonda hozir namoyish shu maydondan boshlanish oldi turyotidi. Namoyishimizda ayta hayvatlik bir ko'rinishda jamoat yurishni saqlayotibdi.
Aldı bir eden söylep. Kim söylep lan? Ben söylep. Anlatkan bolsanız hazır turvatkan vaqtda Şvitsariya Uyghur Cemiyeti'nin reisi Endili Karxallı Efendi'ni ziyaret qilmoqchi olaylik. Nayet yaxshi, rahmat. Endili Efendi'ni bir ziyaret kılaylı undaqda. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Hozir biz Shveysariya Uyg'ur jamiyatining raisi Endili Qarxallı Efendimni ziyorat qilib turmoqchimiz. Endili Qarxallı Efendim bu qitimqi namoyishni o'rinlashtirishda sizlarningki o'rninglar jihatdan zo'r rol o'ynadinglar, juda kuch chiqardinglar. Bu vaqtdagi namoyish haqida, bu qitim namoyish haqida nimalarni demoqchisiz? Ta'sirotlaringiz qanday? Rahmat. Rahmet, bütün dünyadaki Şarkı Türkistanlı karındaşlarıma salam olsun. Şvitsariya Uyghur Cemiyeti Müslümanlardan elbette bu kutup namayışın olsun. Sahiphanlıkını yapıştın, sahiphanlık kılıştın ait şeref duyumuz, gurur duyumuz. Avrupa'nın kardeş çayları karındaşlarımız küçük yoluna yapıp geldi. Onların başka bütün dünyanın başka kıtalardan gelen karındaşlarımız var. Allah kadınlar razı olsun. Acırını versin ama bizden dünyaya bulup o kişilik hukuk yüksek komiserliğine verdiğin bir çağırkımız eğer Şarkı Türkistan doğruluk, Uygur doğruluk söz bulduğun olsa, tem bulduğun olsa, ula evvel bizden alakalasın. Uygurlar bilen, Şarkı Türkistanlıklar bilen. Eğer üyeg bardığın iş olsa, Uygurlar bilen alakalasın, Uygurlardan sorsun üyeg bardığınlıkını. Xitayning o'rinlashtirishi bilan emas, Uygurlarning irodasi bilan o'rinlashtirsin bu ziyoratini. Namoyishning muvaffaqiyatli bo'lganligiga ishonamiz. Shveysariyadagi Uyg'ur jamoatchiligi qo'limizdan kelgan tayyorliklarni qilishga tirishdik. Albatta bu bizning milliy burchimiz, vatandoshlik burchimiz Sharq Turkistonlik bo'lishimiz bilan bütün dünyadaki Sharq Turkistonlik qarindoshlarimga omonlik, salomatlik tilayman qayta. İnşallah bu namoyish ko'nglimizdek bo'ladi, natijali bo'ladi. Rahmat. Ko'pdan ko'p rahmat Endili Efendim. Qaytadan istansiyamizga qaytib kelaylik. Yuqorida Endili Qarxallı Efendi deb o'tgandek, bu qitimqi namoyishningki ahamiyati intayin zo'r va boshqa namoyishlardan farq qiladigan yeri. Biz bosh vaqtlarda biz har qanday idora organlardan haq talablarimizni iltimos qilgan bo'lsak, bu qitimqi namoyishda bo'lsa, farq qiladigan yeri biz hisob so'raymiz. Chunki baytim Endili Qarxallı Efendi deb o'tgandek, bu qitim Sharq Turkistonga Uyghur tarixida misli ko'rilmagan bir ish. BDT Kişilik hukuk Ali Komisarı'nınki Şarkı Türkistan'a özü məxsus şəxsən ziyaret qilishi. Bunda ahvalda Xitay'nınki, Komünist Xitay hakimiyyətininki gipin emas, əksinçə məzlum Uyghur xalqınınki və bütün Şarkı Türkistan'ın xalqının lager şahitlərinin dərdlərini anlap Şarkı Türkistan'a verişi ən yaxşı qarar buldu. Dep bugün şu sebepten namayişimizni davam qıldırmaqçıyız. Rahmet. Ziyoratingizga ko'pdan ko'p rahmat, Shiftixor Efendi. Qani namoyishimizning naq maydonini davomlashtiraylik. Hozir Dolqun Naysa Efendininki muxbirlar ziyorat qilibdi.
Sen bilen kesmedi yine. Avazım Ovoz bor, Shiftqor. Ondaqda hazır Türkiye'den kelgan Dilshod Barışchi efendimni ziyorat qilmoqchi. Nihoyat yaxshi. Marhamat, tuvanda Turkiyadan kelgan Dilshod. Ziyoratni boshlayver. Hürmetli körürmenler, Kadir'dan milletimiz hazır ziyaretimizde Türkiye'den Hatay'dan Januar'ki namoyish kelgan Dilshod Barışchi efendim var. Dilshod Barışchi efendim Türkiye'deki Hatay'dan Januar'ki namoyish qatnashchi jafoat kepsiz aldılan kelgan qadamlaringizni gülüngey. İkinciden bu qatımkı namoyishda qatnashish sebebiniz Hatay'dan Türkiye'den Januar'ga kelishga turtki bo'lgan asosli omillar qaysi va bu namoyishdan qanday natija ilishni o'ylayapsiz? Endi aldı bilan bütün Sharq Turkiston xalqimizga salom bo'lsin. Ben vatandaşlardan Türkiye'deki Sharq Turkistonlik vatandaşlarımızdaki salımını etken namoyishda o namoyishni qo'llaydiganligini ifodash uchun keldik. Bu namoyishniki ahamiyati shu, Birleşmiş Devletler İnsan Hakları Komiserliğindeki bu Sharq Turkiston'u ziyorat qilishi bu hakikaten bir ahamiyatli bir iş. Ama bununki merkezi noktası da yana Uygurlar buluş gerek. İnsan Hakları Komiserliği'ninki bu ziyaretin aval bütün bu diasporadaki Sharq Turkistanlıklarının aldığından fikrini etiş gerek. Hatta bu vekiller arasıga muşu kampta kampı mağdurlarından mı vekil karakterlik insanlarımız buluş gerek. Muştak bu vaxtıda anından keyin İnsan Hakları Komiserliğinin Xitayga bo'lgan bu kampdagi haqiqiy uchurlarni, xabarlarni va u yerdagi haqiqatlarni egallay oladi. Ammo Xitoyning yezib bergan bu teatrosini qarab boradigan, ziyorat qilgan bo'lsa, u tiyatrodaki rol ilişten başka hiçbir şey yaramaydı. Bu bir. İkincisi, biz bugün bir yerde Cenevre'de toplanıp dünyanın her kaysı yerlerinden, Amerika'dan, Avustralya'dan, Avrupa'daki köplegen bu devletlerdeki Uygur kırındaşlarını toplayıp bu namoyishni kılıvatımız. İşte bu bizninki insan hakları komiseri ve dünyaya Uygur halkınınki bugün görüvatkan azap okubatlarının natiqi uluvatkanlığını gözlüş üçün.
bu namoyishimiz ahamiyatli bo'lyapti. Mana ko'ringanidek butun dunyoda ta'sir toplandi. Bu namoyishni mutlaq to'qim insan hakları komiserliğe bir tesir buluş gerek. Yani tesir bulduğu işlemi. Yani bunu zaten bir tesir gösterisinde bu namayışta bulunmadığımız. Başka yana insan hakları komiserliğinin ve dünyadaki başka devletlerin bu Uygurların davasına da sahip çıkış gerek. Uygurlara sahip çıkış gerek. Bir yerde İslam devletleri, Türk devletleri bulup bu Türkiye'nin o başrolda oynaşı gerek. Yani bu muştak bu vaxtıda anın diken bizdeki davarımızga ve kıyırındaşlık, İslam yüzden ümürlük bir nememizde kösetken buldum. Bulmasa bu sözde kalıdı, bu namayışımız mı zaten biz avazımızı dünyaya anlatış bulup mu Birleşmiş Devletler'deki bu insan hakları komiserliğe bizdeki avazımızı yetkizmiş. Bu komiserlikte kurulgan ziyareti de çokum Uygurlar'daki merkezi noktalı buluşum. Talep kılıvatımız. İnşallah bu kurgan hizmetlerimiz emelge aşağı. Bunun bir tesiri bulunduğu işinime kalan yap sözlerine yana diyeceğiz. Siz köp rahmet Reşat Barış efendim. Hürmetli görürmenler, yukarıda anlap ötkinonlardek, görüp ötkinonlardek bu kıtımkı namayışımız hakikaten mühim. Hazır namayışımız başlanış aldıda, yürüyüşümüz başlanış aldı turvatıda. Fırsatımız boğan keyinki vaqtlarda mı yine ziyaretimiz davamlaşıda. Bektanlar bizde olsun. Rahmet. Köp rahmet İftihar Efendi. Haşı İftihar Efendi aklınızda Abdülhamid Tursun efendim bakya şu efendinin bir ziyaret kılış imkanı olsa şikayet sözünü alsak. Elbette buldu. Hazır mümkün olsa Belge Uğur Cemiyeti'ninki Abdullah Mimarov efendim teyar aldı. Şunu ziyaret kılıp Şınarak yapma. Amiyet from. Negre. Hürmetli görürmenler, hazır yanımda Belge Uygur Cemiyeti'ninki reisi Abdullah İmerov efendim turuptu. Abdullah İmerov efendim Belgiye'den, yalnız özlem emez Belgiye'deki Uygur cemaatlerini mi az degende 1000 kilometre yakın musafını besip Cenve'ye yetip geldi. Ettiğin seherlerde. Hem de Abdullah efendim sizni atayten Belgiye'den Cenve'ye ekilgen bu güç bunun da sebep olgan, bunun Türk olgan sebep değil mi? Bu elbette birinci. Esselamu Aleyküm hürmetli görünürler. Ben de Belgiye'den muhabbet degende gün kaçırdım biz çıktık. 40'ta yakın tarafında bizden kardeşler Belgiye'den bunun iştirak kıldı. Bizden minibüslerimiz artık maşalarını icra edilip hem bazı kardeşler aeroplandan geldi. Endi sualınızga cevap versem elbette bu birinci bizden şu Uygur davamız, Uygur milletimiz boğatkan kırgınçılık, vatan içindeki boğatkan kırgınçılık, boğatkan ne deniz zorluk, zumbuluk milletimizden izlavatını, Müslümanın avazını mesela çıkış için bulup mu bugünkü günde mesela Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Ali Komissari Michel Bachelet bizden vatanga şu tekşürüş seferiga manganda hem bizden endişimiz demişke degende o hiç kadar bizden Uygur aytganda muhaciretçi Uygurlar bilen hiç qaysi bilan görüşmey nimaga kit bardi bu safar kit bardi bizden bu yerda qo'yilgan talablarimiz albatta birinchi biz bilan görüş kerakdi. İkincisi, yakta bu Xitoy qanday buni qarshi olganini biz bilamiz. Bu o'yin. Agar oliy komissar turib o'sha nimada BDTning oliy komissari turib kishilik huquqni mashada qo'g'damasa, Xitoy bundan mumkin emasda uni qo'llash. Shuningga biz mashada o'zimizning talablarni qo'yish uchun tutgan Yevropadagi tashkilotlarning saytxonligida mush faoliyatni o'rlashtiryapmiz, qilyapmiz. Xudoyim bilsa bu millatimizga foydali bo'lsin.
özümüzün şu koygan nişanlarımıza yetimiz deb düşünüyorum. İkinci sualım Abdullah efendim, sizce bu namoyish qatnashgandan keyin bu namoyish qatnashgan qarindoshlarimiz qarta bugungi namoyishdan qanday natija oldiganligimizga ko'zingiz yetyapti? Endi eng birinchisi har qanday bir kelgan qarindoshlar bu esida qoladi. Bu endi bir tarixiy bir mezgildan masalan Ali nima komissarın dedik 74 yıl şu BDT'nin kurulgandan tartib birinchi qitim bizning vatanga ziyoratga ketdik. Bu bir. Endi ikkinchisi 73 yil bo'ldi bizning vatanimiz ishg'ol bo'lgan. Bu mushtlaq bir nimada mezgilda biz mushu eng az deganda o'sha kelib o'zimizning noroziligini bildirishga kichkina bu o'lishimizni qo'shdik deb hammasi mushu mashhadagi nimaga namoyishga ishtirokda qilganlarimiz buni qalbda asl qaldi deb o'ylayman. Albatta o'zimizning talablarini mana shu qo'yishga bir o'zimizning milliy burchi deb hisoblaymiz. Shu milliy burchimizni qurgan bo'lamiz. Sizga ko'pdan ko'p rahmat Abdullah efendim. Hurmatli ko'rurmanlar, hozir namoyish yurishimiz boshlandi. Ziyoratlarimizni keyin qadamda davomlashtiramiz. Diqqatinglar bizda olsun. Rahmat. Sizga rahmat. Şuarlarımızı canlı, ya şuarlarımızı canlı to'lab, xalqimizdagi, xalqimizdagi ovozini butun dunyoga jumladan o'sha shahardagi siyosatchilarga anglitaydi. Namoyish disiplina uzun bo'lganligi uchun shuar to'g'liganlar oldidagilar orqadagilarni aniq anglayolmaydi ki. Bir necha yuz odam Uyg'urlarga ozodlik. Chet ellik ziyoratchilar hozir bu namoyishniki temasi qiziq filmlarga elib rasmlarga tortib etibdi. Nurg'un balları bor qarindoshlarimiz o'z ballarini elib bu namoyishga qatnashibdi. Kichik bovoqlar, bovoqar bo'lardi.
Bu namoyish qatnashgan barliq qarindoshlardan Alloh rozi bo'lsin. Saqchilar bexatarlikni qo'g'dayotdi. Yani ta'sirli, yani hayajonli bir namoyish. Terrorist China! Justice for Uyghurs! Justice for Uyghurs! Justice for Uyghurs! Freedom now! Freedom now! Democracy now! Democracy now! China! Close the camps! 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 Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! Terrorist China! Terrorist China! China terrorists! China terrorists! Our children! Where are our parents? Where are our parents? Where are our brothers? Where are our sisters? Where are our sisters? Where is our people? Where are our people? Where are our people? Where are our people? Miss Bachelet, release the report. 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 Miss Bachelet, release China. Miss Bachelet, release China. Miss Bachelet, release China. Miss Bachelet, release China. Miss Bachelet. Human rights in China now! 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 China, close the camp! China, close the camp! China, close the camp! China, close the camps! Our brothers? Where is our sisters? Where are our sisters? Where are our Uyghurs? You are Uyghurs! You are
Baxtiyor apandi, agar hozir qolaylik bo'lsa, bu qitimqi namoyishningki asosliq sabablarininki namoyishning Zumrad xonim ziyorat qilmoqchi. Nihoyatda yaxshi. Qani Zumrad xonim ekranga to'g'ri kelmidi hozir? Yani bu qitimqi namoyishninki nihoyatda uzun, bir oydan ortiq jiddiy tayyorlik qilish orqali bu qitimqi namoyish Yevropadagi tashkilotlar orqali o'rinlashtirildi. Yani siz nihoyatda muhim bir rolni oldingiz bu namoyishninki tayyorlik jarayonida. Yani Michael Bachelet xonimninki uning sunildigan talablar, namoyishning o'rinlashtirilishi, shundaqla bizningki lager shohidlari ham Dunyo Uyg'ur qurultoyininki nihoyatda nurg'un dokladlari Michael Bachelet xonimga avatildi. Bu to'g'riliq qilgan xizmatlarni bir jamoatga tunishtirib o'tsangiz rahmat. Assalomu alaykum. Biz hozir shu Xayriyatul Meydan namoyish qilishyapmiz. Shu namoyishni o'rinlashtirish jarayonlarida nurg'un ishlar bo'ldi. Bu namoyishni bizlar bir oy qolgan chog'da biz o'rinlashtirdik. Chunki bu tuyuqsiz bir ish bo'lib qoldi. Chunki buni BDT Ali komissarimiz tuyuqsiz bir e'lon qilib qo'ydi. Shunga biz haqiqatan hech qachon buni hozir ziyorat qildik va vatanimizga berib shaqtirsak ziyorat qildik deb o'ylamagan. Tuyuqsiz bo'lgan kun namoyishni tuyuqsiz o'rinlashtirishga majburlandik. Shunga bu jarayonda hamda beshida bo'lib namoyish ruxsat oldik. 500-600 odam kishilik bir namoyish ruxsat etishmi bir hamda murakkabroq ish. Lekin biz burun shu Jeneva shahrida nurg'un namoyishlarda jiq faoliyatlarni o'tkazgan bo'lg'achqa saqchilar bu yerning bizning ishlarimizni bildi, bizning o'rinlashtirgan namoyishlarimizni yaxshi ham tartib o'rinlashtirishga ruxsatni oson shaklda berdi. Chunki biz bir oy qolgan chog'da bir oz qolgan chog'da iltimos qilgan, normal darslik bo'lmadi. Shunga bu jarayonda bu namoyishlarning ruxsatini ep bo'lgandan keyin butun shu Yevropadagi, dunyodagi har qaysi Uyg'ur jamiyatlari bilan, Uyg'ur tashkilotlari bilan aloqa qilishib, mushlar o'qib odamlarni yig'inlar deb e'lon qildik. Undan siri Uyg'ur tashkilotlari sir, ya'ni Tibet, Hong Kong, xalqaro tashkilotlar bilan aloqa qilishib, sizlarni ham qatnashib berishlarini umid qilamiz. Chunki bu faqat Uyg'urlarning ishi emas, bu xalqimizning xalqaroliq bir ish bo'lyotdi. Chunki bizning vatanimizda irqiy qirg'inchilik bo'lyotdi. Bunday sharoitda hammamiz kuchimizni chiqarishimiz kerak deb hozir nurg'unlagan tashkilotlarni yig'dik. Masalan, bizning program nimada BDT Ali komissarining ishxonasi oldida boshlagan chog'da shu Jenevadagi xalqaro kishilik huquq qo'llash tashkilotidan odamlar kelib so'zlaydi. Undan keyin xalqaro kishilik huquq kuzatish tashkilotidan bir odam kelib so'zlamoqchi ham shu Shveysariyaning o'zining parlament a'zolaridan tortib kelyapti. Biz undan sirk bütün shu axborotlarga, muxbirlarga buni e'lon qildik. Biz bayonotlarni ingliz tilida, fransuz tilida, germancha tilida, har qaysi tillarda tarqatib, shu dunyoning eng cho'ng, eng muhim axborotlarga bayonotimizni tarqatib muxbirlarga qildik. Masalan, Germaniyadan ARD'lar keldi, Shveysariyadan keldi, Fransiyaning Agence France ularning eng cho'ng axborotlar kelib, hozir bizning namoyishimizni naqdlardan tarqatdik. Hem namoyish tugagandan keyin yana tarqatdik. Shunga bizning bugungi o'tkazilgan namoyishimiz intayin muhim, hem ahamiyatli, hem tarixiy bir namoyish bo'lgan sifati bilan bu yana oldimizgi kunlarda, oldimizgi haftalarda bu xabarlarda jiq ko'ramiz. Ko'pdan ko'p rahmat. Sizga o'xshash o't yurak yoshlarniki Dunyo Uyg'ur qurultoyi millatga kecha kunduzlab vaqtingizni chiqarib ishlaganingizdan nihoyat faxrlanamiz. Qani Iftixor apandininki qo'shimcha so'raydiganlar bo'lsa olsak. Mening qo'shimcha savolim Zumrad xonim bu qitimqi namoyish intayin jiddiy vaqtda, intayin qisqa vaqtda o'rinlashtiribdi. Shundaq turib intayin jiq qarindoshlarimiz dunyoning har qaysi yerlaridan, yolg'iz Yevropadan emas, hatto Turkiyadan, Yaponiyadan, Amerikadan kelgan Uyg'ur qarindoshlarimiz bo'ldi. Endi nurg'ulg'an imzolar to'plangandan keyin bu hujjatlar topshirilgandan keyin bu Ali komissari BDTning Ali komissari Michael Bachelet xonimga endi buni topshirgandan keyin
qandaq şekilde hüccət tapşırmoqchi bo'lyapsizlar? Buni tapşırğandan keyin qandaq bir ta'sir qo'zg'aydi, qandaq bir natija yoritadi? Bu haqda nimalarni deysiz? Rahmat, bu bir muhim savol deb o'ylayman, chunki rost degandek biz buni Oliy komissarning ishxonasidan biz topshirib qildik bu materiallarni. E-mail orqali buni biz oltmish hafta topshirib qildik. Topshirgan materialning ichida 30 lagerlarning shu o'rnini, aniq o'rnini, adresi bilan hammani list qilib avatmadik. Undan sirt shu bizning Uyg'ur ziyolilarning 200 tutilgan ziyolilarning listini to'liqlab buni avatmadik. Buningga bizga Norvegiyadan bizning Uyg'ur International Justice Database, Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishi shular hamma materiallarni bizga tayyorlab berdi. Shunga ularga ko'p rahmat. Shu materiallarni biz sunib bo'ldik. Hem bugün Ali Komiserinin işxonasi oldida namoyish qilgan chog'dimi aşağıdan bir neçimiz berib, işxonasiga berib bir odamga qo'liga biz qo'limizni chiqirib qo'limizni bor. Unimi yana qo'limizdan bermoqchi. Ular qanday reaksiyasini bilmaymiz ama bu bir simbolik bir iş. Hem axborotlarni buni qiziqdi. Endi bundan ki bizning maqsadimiz Muşu biz sungan materyallarını ciddi şekilde tutup, muşu vatanga borgan chog'da mushalar baralamdı, baramamdı. Biz bunu elbette kuzatib turibmiz. Qaytib kelgandan keyin dokladlarni e'lon qilgan chog'da mushalar baraldimi, baralamdimi? Shuni biz aniq kuzatib turibmiz. Agar baramasa, nimishga baramading deb biz keyin yana so'roq tortamiz. Chunki berishlar misaf emas, berib nim qila olishi, nim qilmasligi muhim biz uchun. Shunga bu narsani shu qaytib kelgandan keyin dokladlarni e'lon qilgandan keyin yana orqadan biz surishtiramiz. Sizga ko'pdan-ko'p rahmat, Zumratay xonim. Baxtiyor apandi, agar boshqa savolingiz bo'lmasa, namoyishimizningki yurishini davomlashtirsak bo'ldi. Ko'pdan-ko'p rahmat ishkelinglarga. Alloh hammalardan rozi bo'lsin. Namoyishni davomlashtiraylikmiz. Rahmat. Hammanglarga rahmat. Children. Where are our parents? Where are our brothers? China, close the camp. China, close the camp. UN, break your silence. UN, stop Uyghur genocide. Stop Uyghur genocide. Wake up, Miss Mashallah. Wake up. Miss Mashallah, release the report. Miss Mashallah, release the report.
Sen ziyaret sanırım burada. Japonya ilan Mahmut ziyaret. China land, people die! China land, people die! Terrorist China! Terrorist China! Terrorist Xi Jinping! Şimdi kameranı aldık. Aldı da. Xi Jinping! İlhan Mahmut Efendimiz ziyaret mahsulatımız kolaylık olsa haber verirdi. Assalomu alaykum jamoat. Hozir Yaponiyadan Ilhom apandini ziyorat qilamiz. Qanday iftixor. Başlam. Hürmetli görürmenler, İBA'yı yukarı dep ötkünümüzdeki bu katımkı namayişimizga dünyanın her qaysi yerlerinden, yalnız Avrupa'dan emas, cümleden Amerika, Yaponiya, Türkiye'den kelgen aziz mehmanlarımız hem oldu. Yukarıda Yaponiya Uygur Cemiyeti'nin sabık reisi İlhan Mahmut Efendimni ziyaret qilmoqchimatmiz. Hoş gelipsiz İlhan Mahmut Efendim, ataydan harmayı talmayı geldiniz, kelgen qadamlaringizni gülüngey. Ataydan Yaponiyadan kelish orqali shu tatgan jafolarыңizga arzigidek beren namoyish bir ko'rinish ko'raldingizmi? Ham bu qatimki namoyishdan kutgan natijalaringiz, umidlaringiz nima? Bergen bege Yaponiyadan mushrik namoyish qatnashish uchun kelyapman. Bugun endi juma kuni xizmat kuni odat shanba bo'lmagan bir kundir bu. O'sha ko'p qarindoshlarimiz dunyoning Yevropadagi har qaysi davlatlardan hamda dunyoning har qaysi joylaridan kelgan qarindoshlar bilan birga bu namoyishda birga bo'lganimga buningda men qayta bir hayajonlandim. 2018'deki namoyishimiz qayta ko'rindi. Endi bu qatim bu vaqtlar selishtiran odam soni oz bo'lsa-mu, lekin bizdagi bu da'vo yo'lida irodamizdan sunmaydiganlarda bu da'voga o'zimiz ega chiqmasak kim ega chiqadi deydigan ideya xalqimizning qalbida shubhada turganligi bu vatan millatga ega chiqish o'ti suzilmaganligi kunga kunga takımı eşip kitapkallıkını his kıldım. Hem hayacanlandım, hem qarindoshlar bir yer jam bo'lganimga intan xursand bo'ldim. Köptün köp rahmet. Baxtiyor efendim, so'raydigan boshqa savollaringiz bo'lmasa, namoyishimizni davomlashtirsak bo'ldi.
İlham Ahmet Efendi'ninki Ceneva'ga namoyishga shunda uzundan qimmatli vaqtdan chiqarib kelganiga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Namoyishimizni davomlashtiraylik. Oxirida yana savollar bo'lsa so'rasak. Rahmat. Hammanglarga rahmat. Hammanglarga rahmat. China, close the camp! Where are our children? Close the camp! Where are our brothers? Where are our brothers? China, close the camp! China, close the camp! Stand up with Hong Kong! Stand up with Hong Kong! Stand up with Tibet! Stand up with Tibet! Freedom for Hong Kong! Freedom for Hong Kong! Freedom for Tibet! Freedom for Tibet! UN, break your silence! UN, break your silence! UN, break your silence! UN, break your silence! UN, speak up for Uyghurs! 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 Miss Bachelet, release the report! Miss Bachelet, release the report! Wake up, Miss Bachelet! Wake up, Miss Bachelet! Wake up, Miss Bachelet! Wake up, Miss Bachelet! Miss Bachelet, release the report! Miss Bachelet, release the report! Miss Bachelet, resist China! Miss Bachelet, resist China! Miss Bachelet, resist China! Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! Baxtiyar efendim, eğer kolaylık olsa Gollandiyadan kelgan bir mehmonimizni ziyorat qilmoqchiman. Nayt yaxshi. Qani marhamat Shibxon efendi. Terrorist China! Sol taraf, sol. Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Bu qitimqi namoyish qatnashgan davlatlardanmi Gollandiyami ham bor. Ataydan 1200 kilometr yo'l besib kelgan az mehmonlarimizni hozir ziyorat qilmoqchimiz. Hurmatli Obul Qosim efendi, oldi bilan o'zingizni bir qisqacha tanishtirib chiqamsiz. Benim degandek ismim Obul Qosim Ablayev. Gollandiyada yashayman. Gollandiyada Yevropa Sharqiston Mars jamiyatidagi boshqardi. Gollandiyada yashab o'tgani 20 yildek bo'ldi. Tunji kelgandan birisi. Kelgandan beri hozir o'tirib Gollandiyada qo'limizga kirishcha vatanimiz Sharq Turkistondagi zulmga qarshi vatanimiz millatimizning xizmatini qilish uchun harakat qilib kelayotganmiz. Ko'pdan ko'p rahmat. Bu qitimqi namoyishga qatnashdagi sabablaringlar va bu qitimqi namoyishga qatnashdan qanday natija ilishni ko'zlayapsizlar? Bu qatimki namoyishimiz nihoyatda halqiliq bir namoyish deb o'ylaymiz. Uning uchun Gollandiyada ko'plagan harakatlarni, xizmatlarni, tashviqotlarni qilib Gollandiya jamoatini tez vaqtda, qisqa vaqtda jamoatni to'plab namoyishga keldik. Namoyishimiz xalqimiz
bilgandek bu qatim BDT'nin 9. ayda hazırlagan raportuna hazırlıkçılık saklab turishi bu BDT'nin hazırlıkçılık yani çıkarmasdan takdirde ziyaretler mangallıkına bize bu yerde bir şun kavanın bağlıkı, bir yaman niyetten ki bağlıkını biz elbette bilirlik. Hem bulutlu bizge okşas vatanı Şarkı Türkistan'da yaşap çoğalgan biz Uygur milleti Xitayning ne kadar illegal, Xitayninki ne kadar köz büyümecilikini biz yaxshi bilganligimiz uchun bu BDT'deki bu insanlarninki Xitoyga yo'linib ketishiniki oldini olish uchun bular yo'linib ketmaslik uchun bu namoyish qilish orqali bularga Xitoyga yo'llanmanglar, Xitoylar ko'z büyümecilik qiladi. Biz buni tarixdan tortib yashab keldik. Ham eng yaxshi bildiganlar deb bularga bu nimamizni yetkazmoqchi, bularninki bu maqsadimizni tushunib derhal raportni ortaga chiqarishni umid qilib bularni so'rab keldik. Ham bu namoyishimizga Allah razı olsun, hurmat qarindoshlarimiz her davlatdan bularni Gollandiyadan shuning qatorida favqulodda bir kuch chiqarib bir avtobus keldik, tunagan salomat mangatib bilan keldik. Hozir namoyishimizni jonliq yaxshi bo'lyotdi. Namoyishimizdan umidimiz yuqori. Allohdan bu umidimizningki amaliyotga chiqishini so'raymiz. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Rahmat. Sizlarga rahmat. Allah razı olsun. Rahmat. Ko'pdan ko'p rahmat. Haqiqatan davomlashtiring. Ishqarapanda davomlashtiravering. Biroq aytdik, davomlashtiring. Haqiqatan nurg'un qarindoshlarimiz bu qatimqi namoyishga keldi. Ya'ni hamma odamniki vaqtini ayt qimmatlik. Hamma odamning xizmati va oilasi va o'zining xizmatini shu kunlik oilasidagi ishlarni, bolalarni tashlab bir kun yoki 2 kun hatto haftalab vaqtini chiqarib masalan Yaponiya, Avstraliyadan kelyotdi mush qarindoshlarimiz amaliyotda vaqtdan vaqt chiqarib o'ziniki iqtisodini, oilasini bir taraf qarib qo'yib mush namoyish qatnashyotdi. Bulardan Allah razı olsun. Dava mushundaq badal to'lagan chog'da her bir Uyg'ur o'zining qimmatli vaqtini, iqtisodini, hatto jinni ayımagan chog'da bu davodan natija qozong'ili bo'ldi. Agar hamma odam shaxsiy manfaatni oldiga o'ringa qo'ysa, bundaq namoyishlar davomlashmagan bo'ladi. Uyg'urlar hozirgi ahvolga kelinmagan bo'ladi. Bizningki lagerlardagi yetayotgan qarindoshlarimizning qini bekoq oqqan bo'ladi. Shuningga bugungi namoyish qatnashgan va buningdan keyin buningdan burun namoyishimizga qatnashayotgan o'ziniki jon manfaatini qurbon qilib millat uchun xizmat qilayotgan barliq qarindoshlardan Alloh ichki dunyolik rozi bo'lsin. Hammanglarga ko'pdan ko'p chin qalbimizdan rahmat aytamiz. Rahmat. Sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar, mush fursatdan foydalanib biz namoyishimizniki yurish yo'linishni jamoatga bir bildirib qo'ysak, abay degandek bizning namoyishchilarimiz BDT bosh shtabining oldidagi bu yana bosh shtab binosining oldidagi bu o'rindan yig'ilib namoyish bu cho'ng yo'l orqali Wilson maydoniga bordi. Hozir shu poyezd stantsiyasining ustidan o'tib namoyish davomlashyapti. Yana bu yerda bu ko'lning shu cho'ng yo'l orqali Wilson maydoni, ya'ni Wilson Plaza deydigan shu o'ringa kelib mishada namoyishniki oxiri davomlashmoqchi. Bu yerda bizniki Abay Zumrat xonim degandek
10 necha parlament a'zolari, har qaysi tashkilotlarning rahbarlari bu yerda nutq so'zlaydi. Bu nihoyatda yaxshi bir tayyorlik bilan bu nutq maydonimi hozirlandi. Bir qism qarindoshlarim o'shada tayyorlik xizmatlarini qilyotdi. Yana bu 1 soatga yaqin davomlashgan bu 3 kilometrlik yo'l orqali qarindoshlarimiz oxirgi namoyish nuqtasiga yetib kelish oldida turyotdi. Namoyishimizni yana davomlashtiraylik. Baxtiyor efendim, eğer kolaylık olsa Dünya Uyghur Kurultayı icra komitesi muavin reisi Turg'unjon Alovni sizni ziyorat qilmoqchimiz. Köpten köp rahmet. Qarshi olamiz. Assalomu alaykum, hurmatli Turg'unjon Alovni apandi. Qani iftixor ziyoratingizni boshlaymanmisa? Merhamet. Assalomu alaykum, hurmatli ko'rurmanlar. Hozir yenimda ko'rganinglar bo'lsa, Dunyo Uyghur Qurultiyi ijroiya komitetininki muavin raisi Turg'unjon Alovni apandim bo'ldi. Turg'unjon Alovni apandim bu qatim namoyishning o'rinlashtirilishida ve namoyish qildiganlarninki avtobus kiralash bo'lsin, har qanday oldi va keyin seplardagi bütün xizmatlarni ustiga ilib, intayin jafoli qildi bu namoyishni o'rinlashtirishiga turtki bo'ldi. Bu jarayonda qandaq qiyinchiliklarga duch keldingiz Turg'unjon apandim? Bu Uyg'ur qarindoshlarimizni intayin qisqa vaqtda beshinchilik shaklda yig'ib ularga yo'l kirasi, ommaviy qatnash vositalarini bekitish bu qandaq bo'ldi? Namoyish nayinti aldirash bo'ldi. Chunki necha yoshlardan qachon Portugallikka taqinib bo'lmagan sharoit ostida darhol boshlanib, shu 5 oyning oxirlarida degan gapni anglab tayyorlikni boshladik. Shu qisqa muddat ichida biz bütün safarbarlikni boshlab, mayli xalqimizni namoyishga chaqirish bo'lsin, mayli o namoyishga olib kirib keladigan avtobus tutish bo'lsin, mayli ularga tayyorlik materiallarini hazırlash bo'lsin, bütün xizmatlarni shu 2 hafta ichida ciddi shaklda olib bordik.
Yani bütün halkımızga rahmet eytimiz ve dünya kurultayı içindeki bizge hemkarlaşkan bizim rehberlerimiz ve teknik adımlarımız ve bizim teşvikatçılarımızın çok rahmet eytimiz. Bunun ayeti çok yakşı rol oynadılar. Halkımız bu avaz koşup ne de bugün nurgulluğun yüzlügen halkımız geldi. Biz bunçilik bu kilişini ümit kılan ama bundak kiloda da oynamagan ama bugün ayet hayacan bulandık biz. Çünkü halkımız bizden çağırtımızga ayet yakşı avaz koşuptu. Bunun için bütün namayış gelgen halkımızga bu namayışda teşvik kılıvatkan, teşvikat adımlarına ve bununla organize kılıvatkan, yeteksini kılıvatkan bütün savak dostlarımla işleydiğim rahmet. Sizge mi rahmet Turg'unca efendim? Köpten köp rahmet. Dünya Uyghur Kurultayı'ndan ki muşundaq halkılıq vaqtlarda muşundaq mühim tarihi bir namayışını orlaştırıp cemaatga rehberlik qilib Michal Başlık Hanım'nınki meniş aldı da muşunda bir namayışta Uygurlarning avazını bütün dünyaya anlatish nihoyatda muhimdi. Bunun için Dünya Uyghur Kurultayı başliq hammanglarga rahmat aytamiz. Turg'unjon Allovuddin apandi, sizga ko'pdan ko'p rahmat. Ajringiz, ichki dunyolik ajringizni Alloh nihoyatda go'zal bersin. Rahmat. Rahmat. Sizlarga rahmat. Hamda şu namoyish to'g'riliq gap bo'ldi. Bu to'g'riliqni bizga tushuntirish berildi. Chunki bu namoyish nihoyatda jiddiy bir vaqtda o'rinlashtirildi. Ya'ni Michal xonimniki Xitoyga berish bormasligi tek hozirgacha aniq emas. Agar bu namoyishni o'rinlashtirib, hamma ishimiz taqib olgan chaqda, agar bu xonim bormaydiganligini jakalab qolgan taqdirda yoki buningdan burun ketgan taqdirda bu namoyishimiz amaldan qolgan bo'ladi, oylab qilgan xizmatlar bekor qolgan bo'ladi. Hamda hozirgacha Michal xonimniki o'zining bevosita boradigan yoki bormaydiganligi bizga aniq emas. Shundaqdimi Dunyo Uyg'ur Qurultayi o'ziniki majburiyati bo'lgan bu xizmatni ado qilish nihoyatda zarurti. Demak, bugun nihoyatda hayajonli minutlar ichida bu tarixiy namoyish davomlashyapti. Transparency! 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 Human rights! Free Uyghurs now! China, close the gap! No dialogue, no visit! No dialogue, no visit! We want transparency! We want dialogue! Free Uyghurs now! UN, break your silence! UN, break your silence! UN, break your silence! Human rights in China now! Human rights in China now! Human rights in Eastern Europe! Free Uyghurs! Free Turkestan! Free Uzbekistan! Free Tibet! Free Tibet! Free Hong Kong! Ben tabii ki. Ben hiç bilmem. Tepeki çıkınlar. Baxtiyar Ömer Efendi, eğer kolaylık olsa Angliya Uyghur Cemiyeti, Angliya London İşhanasının baş direktörünün ziyaret qilmoqchimiz. Gayet yaxshi. Assalomu alaykum. Hurmatli Maynur xonim. Qani ziyoratimizda Mayra. Ben xato debdim, Mayra xonim. Qani
İftihar ziyaretinizni başlayalım. Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Hazır görgününglərdək yanımda Dünya Uyğur Qurultayının London işxanasındakı baş direktor Reyna Mahmud xanım və Angliya Uyğur Cəmiyyətinin rəisi Mayra Eysa xanım yanımda turubdu. Ataytan Angliyadan cəpatat kelganliginiz üçün sizə köp rəhmət. Aldılan Reyna Mahmud xanım sizdən bu qatımda namayışqa kelib bu görünüşdən görüb qandaq hissiyatı boldunuz? Ve bu namayış Uygurlar için cümleden ve bütün diaspora Uygurlar için qanchalik mühim derecede rol oynaydı? Köp rahmet. Bu bizimki burçumuz. Bütün her bir Uygur'un burcu dep o'ylayman. Çünkü bundaq bir namayış kunda bo'lmaydi. Kunlarning birida mushunaq bir naytda muhim bir vaqtda nayt kuyuksiz bo'ldi. Biz qo'limizdan kelishicha vaqtimizni chiqarib keldik. Endi bu yerdagi ta'sirat albatta o'zimizningki orzularimizni shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki bosh Mishal Bachelet xonimdan so'raydigan talablarimizni shu maqsad qilib keldik. Endi maqsadimiz bu bizning vatanimizga berishning oldida reportni Uyg'urlar to'g'riliq tayyorlagan reportni e'lon qilishini talab qilyapmiz. Yana birisi bizning vatanimizga borganda berishning oldida bizga o'xshash faoliyatchilardan va shohidlardan va ziyonkashlikka uchragan oilasi tutilib ketgan Uyg'urlar bilan ko'rishishni talab qilyapmiz. Asosli maqsadimiz shu. Chunki biz hozir bütün Uyg'ur qarindoshlarimiz hammamiz o'xshash bir ansizchilikda bu xonim vatanga borgandan keyin Xitoyninki ko'z bo'yamchilik o'yinlar bilan bizning haqiqiy ahvolimizni bilemey qalamdı. Yani burunqi bilgan derslerden ko'z bo'yamchilikdan keyin reportlarda o'zgarish bo'lamdi degan shu ansizchiliklar bor. Shuning uchun bugun meningcha bir muhim bir kun. 500 ga yaqin balki uningda bir ko'p Uyg'urlar birga yig'ilibdik. Har bir davlatlardan yaqin ijroqlardan kelib bugun meshada to'plandik. İnşallah bizningki talablarimiz qabul bo'lishini orzu qilamiz. Qabul bo'lmagan taqdirdami shu talabimizni ochiq oshkora mesha kelib isbotlaganligimiz uchun qo'shal qilamiz. Ko'p rahmat. Aziz ko'rmanlar, hozir yanımda yuqorida deb o'tganimdek Angliya Uyg'ur Jamiyatining raisi Mayra Eysa xonim. Sizdan so'raydiganimiz bu namoyish o'rinlashtirilgan vaqtda Angliya Uyg'ur Jamiyati jumladan Angliya Uyg'ur jamoati qanday pozitsiyada bo'ldi va sizlar ataydan jabhat tortib Janvaga namoyishga qatnashib keldinglar. Bu namoyish qatnashgandan keyin qanday ta'sirotda bo'ldingiz? Marhamat. Rahmat. Bence bu biz için pek yaxshi bir fırsat. Bir yer kelib o'zimizni o'z fikrimizni ifade etmoqchilik. Lekin Uyg'ur UK Uyg'ur jamiyati asli tashkilotlarning hammasiga taqildi. Endi jiroq bu qo'ygandan keyin javob kelmadi. Lekin yordamchi bo'ldi. Biz uchun pek bir muhim bir namoyish. Lekin Ramazonning söz katışıma %100 elbette tesir kıldı. Lekin azık taya boğan Uygur kırgınçılık bayantığa tesir kıldığan bir iş. Bu Ali komisarı nimege bağmay turup biz bile görüşüp nim kısa bek yaxşı buldu. Şu talepten endişe kılımız çıkan reportka bayanatka tesir kılmay. Lekin boğan jılgan ispatlarını aniq chiqarib depese bek yaxshi bo'ladi. Ko'p rahmat. Ko'p rahmat. Ko'p rahmat Iftixor efendi. Siz o'zingizniki shu namoyish qatnash jarayonidagi jamoat bilan ko'rish jarayonidagi hissiyotingizni ta'sirini bir so'zlab bersangiz, sizdan bir ziyorat qilaylik. Rahmat. Elbette buldu.
Yuqorida atdigan namoyish boshlangandan beri xabarda e'lon qilganimiz bo'yicha 9:20da boshlandi namoyish. Bu jarayonda nurg'un rahbarlarimizni, millat uchun jon ko'ydirayotgan qarindoshlarimizni ziyorat qilgan bo'ldik. Bularni ziyorat qilish jarayonida ularningki aytgan so'zlaridan qaytadan bir ta'sirlangan bo'ldim. Janvardagi namoyish hurmatli ko'rmanlar yuqorida deyilib o'tgandek butun qarindosh rahbarlarimizning deb o'tgandek intayin muhim. Chunki Michelle Bachelet'ninki vatanga berishi Xitoyning ko'z bo'yamchiligiga aldanmasligi bu biz uchun tepilmas bir fursat. Biz vatanimiz Sharq Turkiston Xitoy kommunistlar tarafidan besilgandan beri tunji kelgan zo'r bir fursat desakmi xatolashgan bo'lmaymiz. Bu qatimqi fursatni g'animat bilib ching tutib qatnashgan barliq qarindoshlarimizni Alloh ikki dunyolik rozi bo'lsin. Ham buning uchun tashviqot jarayonida bo'lsin, kuch chiqargan, oqisatli qilgan barliq qarindoshlarımizga, akalarimizga, hadlarimizga, sabdoshlarimizga cho'nqur iftixorlik tuyg'usi bilan rahmatimni bildiraman. Rahmat. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Jafo tortdingiz. Boshqa naq maydon taqib qarindoshlarga rahmat. Anda bo'lsa namoyishga qaytib kelaylik. Rahmat. Where are our sisters? Where are our parents? Where are our children? China! Where are our people? Where are our people? Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! Miss Bachelet, release the report! Miss Bachelet, release the report! Miss Bachelet, resist China! Miss Bachelet, resist China! Wake up, Miss Bachelet! Wake up, Miss Bachelet! Stop Uyghur genocide! Wake up, Miss Bachelet! Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! Human rights in China now! Human rights in China now! No one break your absolute silence! You want to speak up for Uyghurs! You want to speak up for Uyghurs! No dialogue, no research! No dialogue, no research! Meet the victims! Meet the victims! Hear their cries! Meet the victims! Hear their cries! Meet the victims! Hear their cries! Stop Uyghur genocide! Freedom for Uyghurs! Justice for Uyghurs! Liberty for Uyghurs! China, close the camps! China, close the camps! Where are our children? Where are our parents? Where are our brothers? Where are our sisters?
people! China, close the camps! China, close the camps! Miss Bashalat, release the report! Miss Bashalat, release the report! Miss Bashalat, resist China! Miss Bashalat, resist China! Wake up, Miss Bashalat! Wake up, Miss Bashalat! Stop Uyghur genocide! Save Uyghur people! Save Uyghur people! China lies, people dies! Stand up with Hong Kong! Stand up with Tibet! Assalamu alaikum. Bize to'xtab tursak, endi biz rasmiy programmani başlamoqchi. Hozir nutqlarni hammasini boshlaymiz. Ammo birinchi bo'lib biz Isroil Marshi bilan boshlaylik programmamizni. Qani. We're going to start our program now. So we have a few speeches for today, but before we start with the speeches, we will start with the Köp rahmet. Endi biz programımızı müsaade başlayımız. Good morning, everyone. My name is Zumratay Erkin. I am the World Uyghur Congress Program and Advocacy Manager and the spokesperson of the organization. I am pleased to see so many of you come from so far, from so many different countries for this important and historic moment. You may all know the reason why we're gathered in such a big number from different communities. In a few days, the UN High Commissioner for Human Rights, Ms. Michelle Bachelet, will be heading to China and to East Turkestan to conduct her first assessment of the human rights situation in our country. This is the first time that a UN High Commissioner goes to East Turkestan. The reason why we have mobilized all of you today here is simple. The High Commissioner has failed our communities. In her 3.5 years in the office, she has not met once with our groups and our organizations and community leaders. She has thus failed us. Our communities have not been consulted in meaningful ways, especially in the context of her upcoming trip. In September 2021, the Office of the High Commissioner has announced that a report on the human rights situation in East Turkestan was being finalized. Yet, we're 8
8 months have passed and we have no sign of the report. We have tabled our clear demands multiple times, both individually and in coalitions of international NGOs. We have felt ignored, excluded from all the preparations for this upcoming visit. Meaningful consultation with civil society is essential in conducting a credible assessment of violations in a country, especially if the space for civil society in the targeted country is limited or non-existent. Given that the High Commissioner didn't meet with our communities, we're bringing our communities to her. We demand justice, we demand transparency, and most importantly, we demand accountability. I will now turn to our speakers today who will be offering their statements. So I would first like to welcome on stage the President of the World Leader Congress, Mr. Dolphin Issa. Assalamualaikum. Her qaysi davlatlardan kelgan aziz sabdoshlarim. Good morning, ladies and gentlemen, dear brothers and sisters. Thank you for coming in such a great number today. Today we are holding a historic protest. For decades, we will have tried to raise awareness of the systematic human rights violation we have faced. For decades, the international community, including United Nations, didn't listen. Now, Chinese government has turned to crime against humanity and genocide. Over the past 5 years, Uyghur in diaspora have done everything they could to convince international community to take action. Over the past 5 years, we have presented the United Nations with all the ability evidence of what is happening in East Turkestan. The United Nations has failed to take action. But now, we are facing landmark moment in the history of the Uyghur cause. Over the past year, it was said that UN High Commissioner for Human Rights, Madam Michelle Bachelet, was working on a remote report on the situation in East Turkestan. But the real surprise came just recently. When she announced she had agreed with China on time to visit our homeland. First, this is historic moment. I would like to turn to High Commissioner directly. High Commissioner, why have you not released your report? Why has it been delayed? I cannot think of credible reason. There is this here. We have it. We call you to publish your assessment. High Commissioner Bachelet, you are present with another historic opportunity. Soon you will visit our homeland, East Turkestan. You know, this is something that Uyghurs in diaspora have not been able to do for many years. We have had to leave our homeland because if we stay, we would subject to worst form of treatment possible. Each Uyghur assembly here today would have been detained in concentration camp, forced to produce clothes that you are wearing, endure torture and the rape, or worse. When you visit Turkestan, please keep that in mind. High Commissioner Bachelet, why have the time of your visit not been disclosed? I'm sure you understand the concern that we have. China is new to organize propaganda trip or friendly visit,
and we are now to organize propaganda trip or friends visit. We are extremely concerned that you will not be different. We have repeatedly shared with you conditions we deem essential for credible visit, and we urge you again to read them closely. A true visit means unfiltered access, confidential and unsupervised meeting with the Uyghur on the ground, and full access to all documentary material, including Chinese government's documents. High Commissioner Bachel, Uyghurs know what it is like to be pressured by the Chinese government. Every day, we are threatened, harassed, and intimidated. Chinese government want us to remain silent over the genocide against our family and friends in Turkestan. But we cannot, and we should not. As a citizen of democratic countries, we have a moral obligation to raise our voice because our loved one in Turkestan cannot. As a High Commissioner for Human Rights, this is a moral obligation you share with us. You must not give in to China's pressure. High Commissioner Bachel, we are coming only to be changed for the good in the face of crime against humanity and genocide. Millions of Uyghur and Kazakh are looking at you to do the right things, to fulfill your mandate to promote and protect human rights, to speak up when atrocious crime are happening, and to speak with those who are victims of such extreme abuse. High Commissioner, Madam Bachler, you must know this. You must not miss this historic opportunity. Open your eyes to Chinese leaders who are facing genocide. Wake up, break your silence, meet camp survivors and Uyghur victims. Please release the report immediately. Finally, I remind you, you are United Nations High Commissioner for Human Rights. You are not Commissioner for the People's Republic of China. Selamünaleyküm. Arkadaşlar, tekrar selamünaleyküm. Bugün burada dünyanın çok devletlerden kardeşlerimiz uzun yollarını besip geldi. Hatta bugün bu sorunda Kanada'dan gelen kardeşlerimiz var, Amerika'dan gelen kardeşlerimiz var, Japonya'dan gelen kardeşlerimiz var, Avustralya'dan gelen kardeşlerimiz var, Türkiye'den, Avrupa'nın her kayısı devletlerden, Hollanda, Belgiya, İngiltere, Finlandiya, Şvitsarya, Avstriya, Germaniya, Fransa ve şuna okşaydıgan Kanada, Mışı devletlerden gelgen kardeşlerimiz var. Hemmelerden Allah razı olsun. Biz Şarkı Türkistan'da Xitay hükümeti erkek kırgıncılık yolu koyulan 6 yıldan beri 3. kıtlık Birleşken Devletler Teşkilatı'nın aldık kılışımız. Birinci kıtlıkta 2018 ayda, ikinci 2018 ayda kılız. Her kıtlık namayişimiz zor tesir ve neticeler yarattan. O iki kıtlık namayişimiz dünyayı Şarkı Türkistan'da olan bu kırgıncılık nispeten agalandırış, ulanı bündürüştü maksat kılan. Ama bugünkü namayiş, bugünkü namayişlerden ahmetlik. Çünkü biz bugün ayda meseleleri anlatış ve biz andakta bulattan soykırımını, erkek kırıncılıkını bündürüş için emez, bulattan erkek kırıncılığını tok tutuş için Birleşken Devletler Teşkilatı'nın hissar soraşık geldik. Bugünkü bu namayişimiz her kandak bir tarihi vakitlerden tek ahmetlik. Birleşken Devletler Teşkilatı kurulgan 77 yıldan bu yan Şarkı Türkistan Xitay Komünistik hakimiyetinin müstemlikisi maruz kalan
73 yıldan buyon elip verilgan en mühim namayişlardan biri. Şununla bugün bu namayış gelgen bütün yurttaşlarga keçeki Xuvay 15 saat yol yürüp gelgen 30'lar tutulan aziz sabdaşlarımga, pidaklar gençlerge rahmet eytilen. Bugün bir yerde biz bilen bulunmagan ama maddi yardımlar bilen bizni kollagan, maddi yardımlar bilen kollayanmagan bolsa duaları bilen, yürekleri bilen, biz bilen birgi bolgan milyonlagan Uygur halkının bağlı işinimiz. Biz bu yerden biz bilen kalbi bizim bolgan, duaları bizim bolgan, yüreği bizgi bolgan, birgi bolgan bütün vatandaşlarımızga bir yerden alayda rahmet etimiz. Sizlerin konuşmaları bilen bugünkü bu namayışımızda biz çok maksimiz giydiniz. Birazdan kimbirin hayat, biz başta hanımda tayarlagan doktoratımızı takdim kılımız, taleplerimizi izah kılımız. Hem mülayim tagen kadarlarga men katışıklı endi bir meydan kiralayan, doğalıyla bizden bulamadan, kalbi bizden bulamadan ama kuruk bekleyen muşun namayış tegenler üstün uşak söz kıvatkallardan Cenab-ı Allah'tan ulağa hidayet dileyimiz. Biz bu yerden ulağa dua kılımız. Rakat. Thank you, President Volkonisa. As he mentioned it, we have people who flew from Japan, from Canada, from the US, from all over Europe to gather here in this historic day to express the frustrations of our communities. And we have among us very strong allies who have been supporting in our work for years. Among these allies are parliament members, civil society organizations, and journalists as well. So for our next speaker, I would like to invite Ms. Laurence Ferman-Riel from the Socialist Party of Switzerland to come on stage and deliver her remarks. Okay. Mesdames et messieurs, chers amis, dear friends, I will try to speak in English, although it's not my language, but I think it will be better for that. And I thank you for the invitation to address you some words in solidarity. So on behalf of the Tibet Parliamentary Group, I wish to bring you a message of solidarity on the occasion of this protest event, which aims to denounce the repeated violation of human rights, not only in Tibet, but in East Turkestan, the land of the Uyghurs. This is also a time to ask firmly Ms. Michelle Bachelet, High Commissioner for Human Rights, that Tibet be a prerequisite for an agreement to China, as well as guarantees of independent and unrestricted access. Tibet has been isolated regions in the world because of the restrictions access imposed by China. Tibetans continue to die in prison as a result of torture and ill treatment. Activists and writers are frequently arrested, and around 1 million children, Tibetan children, have been separated from their families and forced the Tibetan language is reduced to a minimum and its promotion is punishable. In short, Tibet is ranked with the most limited political rights and freedoms in the world. This year, on 10th March, the day commemorating the bloody uprising of 1959, has a very special color. Indeed, the drama unfolding in Ukraine and the fate inflicted on Tibet is obvious. These are two peoples whose existence is not tolerated by powerful neighboring governments. While Putin denies the existence of Ukrainian people, Xi Jinping is methodically putting in place all the elements of an genocide against both the Uyghurs.
the independent civil society organizations, human rights defenders, and victims. Ensure respect from a set of minimum standards for independent access to all areas, including Tibetan and Uyghur regions. It needs freedom of query to prisons, and in general, essential to denounce the repressive policies of the Chinese leadership, which trample international recognized and throughout cultural issues. Positively, solidarity of the humanitarian people in Switzerland. Thank you. For your attention. Thank you, Ms. Laurence. So our next speaker is a great ally of not only WC, but also Uyghurs, Tibetans, and all those working on human rights issues globally. So I would like to welcome John Fisher from the Human Rights Watch Geneva office. He is the Geneva director. So John, welcome. Thank you. For years, the world has watched in horror as the Chinese government has tightened its authoritarian grip on Uyghurs, Tibetans, the people of Hong Kong, and human rights defenders across the country and around the world. We have watched as China has targeted activists, journalists, lawyers, all those who dare to threaten their authority. We have watched as China has oppressed the Tibetans, has stripped the people of Hong Kong of their basic rights and freedoms, while in the Uyghur region, the Chinese government has torn families apart, has committed violations on a massive scale, has committed arbitrary detention, torture, all in an attempt to strip the Uyghur people of their culture, identity, and language. Enough. When an authoritarian government commits abuses on an industrial scale, we look to the one person in the United Nations system whose job it is to stand with victims and stand up to violators. We look to the High Commissioner for Human Rights to expose what is happening and to hold perpetrators to account. We look to High Commissioner Bachelet to monitor, report, and release the information that she has been gathering for so long and has long promised in order to bring an end to this repression of rights and freedoms across China and around the world. Instead, for 3.5 years, High Commissioner Bachelet has been seeking access to China, even though throughout these 3.5 years, evidence of crimes and violations has continued to mount up. For 3.5 years, she has failed to publish meaningful information exposing the rights and violations. For 3.5 years, the suffering of Uyghurs, Tibetans, Hong Kong, the people across China has continued to mount while we wait for her report. Finally, last September, she promised the report was being finalized with a view to making it public. 8 months later, the world is still waiting for that report. It's time for the High Commissioner to fulfill her responsibilities, to meet with Uyghurs and others, meaningfully engage, to listen, to gather the information, to release the information she has already gathered, and to finally expose China's abuses and international crimes. Our own organization, Human Rights Watch, has been able to document what is going on in China. High Commissioner Bachelet,
These are our reports on China's abuses and international crimes. Where's yours? We call upon the High Commissioner to do her job, listen to victims, and release her report today. Thank you. Thank you so much, John, for this powerful speech. Now, I would like to call Roshan Abbas, who is the Executive Director of Campaign for Uyghurs. She is not only a sister to me, but also the sister of Gulshan Abbas, her own sister, who has been abducted in 2018 by the Chinese government and has been missing ever since. I would like to welcome her on stage to give her short remarks about this historic moment. Assalamu alaikum, qadrli qarindoshlar. Bugun biz bu yerda Miss Fashlayningki Xitoy reportini talab qilib turibdik. Hammanglarning ariyalardan kelganinglarga rahmat. Dear Miss Bachelet, on behalf of all the Uyghur organizations and the Uyghur people, and my own family as a victim of this genocide, I implore you to issue your report on human rights abuses in China as soon as possible. As someone with a sibling, I am sure you can relate to that special connection. I do have a sister too, Dr. Gulshan Abbas, who's missing from the months that you were appointed in September 2018. And there's absolutely no information on her whereabouts 45 months later. And you, out of anyone, know what it's like to be a political prisoner, tortured and tormented for who you are. Therefore, we had a high expectations from you. We thought you would defend the weak and the oppressed, like the millions of innocent Uyghur and the other Turkic Muslim people from East Turkestan, and as well as the Tibetans, Hong Kongers, and everyone who's being oppressed. However, for the last 44 months, we have only heard defeating silence from you. This leaves you with a tarnished, shameful legacy. Everyone in the free world must do their part to stop the brutal Chinese regime. Attempting to resolve this crisis by appeasing a dictator is not an answer. I call on you to immediately release the report and meet with the leaders of the Uyghur organizations and have a dialogue before your trip to the region. What the PRC is doing today is a war against humanity, war against the women, war against the children, and it's a war against the freedom and the democracy. Every day we wake up and think of our families, missing relatives, our loved ones, and we wait. Every day more of the Uyghur people are dying, and we wait. We cannot wait any longer. Please fulfill the responsibility of your position and release the long-awaited report before your trip to China. Thank you, Roshanade. I would now like to invite another ally that we have, which is Mr. Christoph Widmer from Society for Threatened People, Switzerland. Our organizations have closely been working together for years. So please. For decades. Dear people from East Turkestan, dear friends from Tibet, dear human rights defenders, we are here to talk to Michelle Bachelet. A terrible war is currently happening in Ukraine. Tens of thousands of people are dying there. Russian President Vladimir Putin ordered a bloody war
His troops are committing massive war crimes against humanity and so on. Putin ridiculed international law. Putin's destiny must be prison for the rest of his life. The war, however, is not evolving like he thought. Putin, at the moment, is not sleeping very well. Putin was terribly wrong. Instead of an easy win, most democratic states built up a regime of sanctions like never happened before, and they showed full solidarity with the Ukraine. Another guy is increasingly concerned. The president of the People's Republic of China, Xi Jinping, is watching closely what is happening in Russia, in the Ukraine, and in the rest of the world. 24th of February changed Xi Jinping's view. That day, Xi Jinping realized that the world is changing, that many countries could not accept an invasion of Taiwan, for example, and that democratic countries now look for much more closely what is happening in China. Xi Jinping is also not sleeping that well anymore. The world is not tough enough to make the same sanctions against China like what they do against Russia, but it's time to do so, and that's why we are here. The people of the Republic of China, the People's Republic of China is committing human rights violations. We heard it from several people. So the government obliged people to force labor, they torture, they imprison, and so on. So China stopped the human rights violations immediately. I am very happy to see you here and the Tibetan people, the Uyghur people together. You build up a very clever campaign asking also for the responsibility of the economic sector. No human rights violation by business and on many national governments. And we are now here to challenge the United Nations. High Commissioner of the Human Rights, Michelle Bachelet, is not a bad person, but she's under heavy pressure from China, and our presence is so important, and we have to create counter pressure. My organization, the Society for Threatened Peoples, is since decades with you and give you the full support of this battle. Today we are here and we are asking Michelle Bachelet, please release the report on the situation of the human rights in East Turkestan from last year. Michelle Bachelet, please listen to your Uyghur diaspora. Come here and listen to our people here. Michelle Bachelet, please ask for guarantees from the government of China that they let you go there and investigate without any control and with any surveillance during your visit. So together, let's fight again and fight for human rights in China and elsewhere. Stop human rights violations in China. Thank you. Thank you so much. So before we continue with the other speeches and other allies, we would like to shout some slogans in between. So hopefully you can all join in and shout loudly so that the High Commissioner herself and her office can hear us loudly. Freedom for Uyghurs! Freedom for Uyghurs! Freedom for Uyghurs! Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! Miss Bachelet, release your report! Miss Bachelet, release your report! UN, break your silence! UN, break your silence! We want transparency! We want transparency! No dialogue, no visit! No dialogue, no visit! We want transparency! We want transparency! UN, speak up for Uyghurs! UN, speak up for Uyghurs! Freedom now! Freedom now! Freedom now! Freedom now! Human rights for Uyghurs! Human rights for Uyghurs! Freedom for Uyghurs! Freedom for Uyghurs! Justice for Uyghurs! Justice for Uyghurs!
China, close the camps! China, close the camps! China, close the camps! China, close the camps! Where are our people? Where are our people? Wake up, Miss Bachelet! Wake up, Miss Bachelet! China lies, people die! China lies, people die! Wake up, Miss Bachelet! Wake up, Miss Bachelet! China lies, people. Wake up, Miss Bachelet! Wake up, Miss Bachelet! Miss Bachelet, resist it, China! Miss Bachelet, resist China! Miss Bachelet, resist China! UN, speak up for Uyghurs! Speak up for Uyghurs! UN, speak up for Uyghurs! Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! Human rights for Uyghurs! Human rights for Uyghurs! Release political prisoners! Release our political prisoners! Stop cultural genocide! So now I would like to welcome our next speaker, who is Mr. Karma Kirki, who is the president of the Tibetan community in Switzerland and Liechtenstein. So please Sen yıkırak berip tatsan go. Niyede soru al. my dear Uyghur brothers and sisters of Tibetans living here, I'm so honored to be invited here to speak about Tibet, and I thank the Uyghur Association for inviting me and giving me this opportunity. That is actually whole of Tibet dark free concentration camp. Tibet lives with a great sense of fear to be jailed for a slightest twist of tongue. That the Tibetan language and culture is important, are worshipping His Holiness the Dalai Lama. There is no idea of doubt that the United Nations Salam Bekler urgently efendim, avazım needs to anlatam da investigate anlangan boz bir human cevap rights verirdim. abuses against Ne avazını yaxşı eşit Uyghurs, Uyghurs and Chinese human rights defenders. Avaz yaxşı. As an investigative trip by the UN High Commissioner for Human Rights. However, such trips must not take place at any price if there is a significant risk the CCP will in the country and all the trips for propaganda purposes. Tibetan community in Switzerland and Liechtenstein criticized the fact that the High Commissioner obviously does not want to visit Tibet, which China has illegally occupied for more than 60 years, turning Tibet into a least free country on earth
to protect fundamental freedoms in China, and the introduction by the UN Human Rights Council of mechanisms for close monitoring, analysis, and annual reporting of the human rights situation in China. Madam President, remember that China is the biggest political challenge in the future for the entire world. Hence, immediate publication of factual reports on the abuses of Xi Jinping is much needed, and CCP must be made accountable to all the atrocities needed to Tibetans in Tibet, East Turkestan, Hong Kongers, and Southern Mongolia. We demand transparency and honest report also on situations in Tibet and whereabouts of the 11th Panchen Lama, who was kidnapped by CCP when he was only 6 years old, and all the political prisoners, and also the 157 Tibetans who had set themselves on fire and died. Thank you so much. So next, I would like to invite someone very special. She is Ms. Kalbinur Siddiq, who is a former teacher, Mandarin teacher in a concentration camp in Urumqi. And so I would like to invite her on stage to give her brief remarks, and I will be interpreting for her. Assalamu alaikum. Dünyanın her qaysi yerlerinden bu joyga bir niyat, bir maqsad yig'ilgan ot yurak vatandaşlar, aziz qarindoshlar. Hello, everyone. I welcome all of you here who came from different places under the same message. Welcome. Ben vatanımız Türkistan, Ürümqi şehri, Ceza Lagir şehri Kalbinur Siddiq buluman. Bu yerge namoyish qilishga hammamizning o'rtaq bir nishoni, bir maqsadimiz faqat mushu Bachelet xonimni Sharqiy Turkistonga ziyoratga berishdan burun Uyg'urlar haqidagi yozgan shu dokladni e'lon qilishini chin dilimizdan umid qilamiz. I am Kalbinur Siddiq from the Urumqi, from a Urumqi camp. I was a teacher there. I witnessed all the atrocities, and we are all gathered here today under the same message, which is asking the High Commissioner for Human Rights to release her report. Hem bizdeki 5 lager şahidiniki ümidi hem arzusu şu ki Bachelet Hanım Sharqiy Turkistonga borgan vaqtida Xitoyning tayyorlab bergan sektisini Xitoyning ko'rsatgan joyini emas, balki lager shahidlari yetib turgan ham shu joyda ko'zimni ko'rgan joylarni ko'rishini, ziyorat qilishini, qaytib kelgandan keyin butun dunyoga Xitoyning aqtabashasini eshitishini chin dilimizdan umid qilamiz. Shundaqla agar bizning hayotimizni kamolat qilgan asosda bizni ham birga Sharqiy Turkistonga elib berishini umid qilamiz. Hammalarga rahmat. It is my demand, and also the demand and ask of other camp survivors, the 5 of us, that if and when the High Commissioner goes to East Turkestan, that she visits the concentration camps, and not only be blinded to the propaganda show that the Beijing authorities will showcase, and it is also, if possible, our ask that she brings us with her so that we can show her the camps where we have survived, where we have suffered. Thank you so much. Now, I would like to invite Ms. Rizvanay Ilham, from the Uyghur Association in Switzerland to come on stage to offer her brief remarks. Hello. Hello, everybody. I'm going to try. Welcome to Switzerland. Shvetsariyaga xush kelibsizlar. I'm going to make direct speech to Michelle Bachelet. So,
Buenos dias, Senora Bachelet. You have something in common with me and the many people that are gathering here today. We are all forced to flee our country, our home and authoritarian regime. In your case, it was a military dictator from the right. In our case, it is the Communist Party that has taken our homeland amongst many others. Left or right, up or down, make no mistake, China is not democracy. The regime is ruthless to get what it wants. You worked with the Communist Party before, Mr. Bachelet. Chile has the longest relationship with China from all the countries in South America. You signed trade deals as a Chilean president in both your terms. Please use the ties you have to do good to our people. Maybe they listen to the voice of a comrade. We urge you, in your visit to China and East Turkestan, don't let them buy you. Open your eyes to what is happening to the people that oppose the regime. In the name of all Uyghurs, Tibet, Hong Kong and Taiwan people, Kazakhs, Uzbeks, and all the minorities oppressed in East Turkestan, thank you very much for your effort in making this world a better place. Please don't forget, it's not fair what's happening in China. Thank you. Thank you, Rizwanai. So next, I would like to welcome another camp survivor among us. She is Ms. Gulbahar Jalilova, who is a Kazakh camp survivor, but also who's from East Turkestan herself. So please. Assalamu alaikum. Aziz Gulbahar, Kazakhstan vatandaşı. Ben Kazakhstan vatandaşı bolsam, meni terörist dep, Müslüman bolgan üçün, Uyghur bolgan üçün meni ölüm cezası bergen. Hello everyone, my name is Gulbahar Jalilova. I am a Kazakh national, but because I was Uyghur, I was from East Turkestan. For the reason of being Muslim, I was accused of being a terrorist and interned in a camp. Ben şu Iğır kamplarda bir yıl 3 ay 10 gün durdum. Şu 24 aprel günü 5 günlük namayışta ben Michelle Bachelet'e 2 varak xat yazdım. Arsaga meni terörist degan xatnama qo'shib berdim. İçinde Michelle Bachelet'e men yapkan lagerlarni, jaza lagerlarni, ölüm cezası verip organlan aldığan can soyan degan tağmı içip ki doktorxonalarning adreslerini hamısini yazdım. Hem Michelle Bachelet'e men rahmetimni dedim. Meni o'sha Birleşmiş Devletler'e yazgan xatiga javob qaytirib, mushlarning nimasi bilan men yashaqdan chiqdim. Biroq meni o'xshash yashadiki beguna milyonlab Uyg'ur qarindoshlarimiz uchun shularni o'sha lagerlarni yepib, jazo lagerlarini yepib, erkinlik chiqsin deb shu xatlarni topshirdim. Shu javobini kutaman. I spent 1 year, 3 months, and 10 days in a concentration camp. And I recently wrote a letter to the High Commissioner, urging her to pay attention to what was happening to millions of Uyghurs in East Turkestan, to the atrocities that victims are facing inside and outside of these camps. I have asked her to help the millions of Uyghurs inside these camps, and I'm still awaiting her response. Michelle Bachelet ana hem ayal şunun için adalet taraf tuturup, hak taraf tuturup, şu bağın tekşileşmeyi umut kılımız hem cevabını kütümüz. Michelle Bachelet is not only a woman, but she is also a mother. So we are urging her and asking her to visit these camps, to have a credible visit and assessment of the situation, and we await her response. Thank you. So next, I would like to call on Megan Wu, who is a representative from Society for Threatened People, Germany, to come on stage to offer her remarks.
Thank you for organizing today's demonstration. We have come here to Geneva to support the Uyghur community in calling on the United Nations to publish its human rights report on the situation of persecuted Uyghurs and other ethnic minorities in East Turkestan. Uyghur advocacy groups and their supporters have been waiting since September 2021 for UN High Commissioner Michelle Bachelet to release her report on the situation in Xinjiang. In December, her spokesperson, Rupert Colville, acknowledged that the assessment had identified a pattern of arbitrary detention and ill treatment in institutions, coercive labor practices, and general erosion of social and cultural rights. He hoped that the report would be published, quote, in the coming weeks, unquote. It was in December 2021 that the Uyghur Tribunal in London also concluded that the evidence it had heard showed that genocide, crimes against humanity, and torture had been perpetrated against Uyghurs and members of other predominantly Muslim minorities in East Turkestan. We believe that it is essential for High Commissioner Bachelet to have unhindered, private, and unsupervised access to individual Uyghurs being held against their will in closed institutions so that she can learn the truth for herself. We also believe that the High Commissioner must speak to individuals of the Uyghur diaspora who can tell her without fear of reprisal about the circumstances of their own detention and mistreatment in the camps. If she wants to be able to engage in meaningful conversations with the detainees, the United Nations Senior Guardian of Human Rights should hear what exiled survivors of these so-called re-education camps have to say about their personal experience of how millions of Uyghur men and women and members of other predominantly Muslim ethnic groups are being arbitrarily imprisoned and persecuted. Michelle Bachelet, publish the ONHCR's report as you promised and listen to the voices of Uyghurs in exile. Please, no more delay. Thank you. Thank you so much, Ms. Yu. Qarindoshlar, bir xafa bo'lmaymiz. Diqqatinglar namoyish bo'lsa, paranglarni keyin 38 soat manganda paranglarni qilasanglar, chunki men namoyish bizning rasmiy tarixiy bir namoyish bo'lg'ashqa, hammanglarning diqqati mush namoyishda, hamma so'zlayotgan nutqlarga bo'lsin diqqatinglar. Rahmat. So now we will have a quick break and have slogans in between. Let the burning! Space burning! Space burning! No human right! No human right! Stop killing! Stop killing! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! No more sleeping! No more sleeping! No more sleeping! Release political prisoners! Tibetan! Release all political prisoners! Stop killing! Stop killing! Tibet is burning! Tibet is burning! No human right! No human right! What we want! What we want! No more sleeping! No more sleeping! Stop killing! Stop killing! Stop killing! In Tibet! Stop killing! In Tibet! Lonely! Dalai Lama! Lonely! Dalai Lama! Let's the Dalai Lama! Return to Tibet! Let's the Dalai Lama! Return to Tibet! No human right! In Tibet! No human right! In Tibet! Tibet is burning! China is lying! Tibet is burning! China is lying! No human right! In Tibet! No human right! In Tibet! We
political prisoners. In Tibet. Release all political prisoners. In Tibet. Release all political prisoners. In Tibet. Miss Bachelet, release the report. Release the report. Miss Bachelet, release the report. Miss Bachelet, resist China. China. Miss Bachelet, resist China. Wake up, Miss Bachelet. Wake up, wake up. Wake up, Miss Bachelet. Wake up, wake up. Human rights in China now. UN, break your silence. No. UN, break your silence. UNO. UN, speak up for Uyghurs. UN, speak up for Uyghurs. UN, speak up for Tibet. UN, speak up for Tibetans. No dialogue, no visit. No dialogue, no visit. No credibility without transparency. No credibility without transparency. Release Panchen Lama. Release. Release. Panchen Lama. Release. Panchen Lama. Lama. Dalai Lama. Stop the killing. In Tibet. Stop the killing. In Tibet. Tibet is burning. China is lying. Tibet is burning. China is lying. No human right. In Tibet. No human right. In Tibet. Tibet is not part of China. 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 Long live. Dalai Lama. Long live. Dalai Lama. Tibet is burning. China is lying. Longshow. Longshow. Mata. Stop Uyghur genocide. Stop Uyghur genocide. Stop Uyghur genocide. Stop genocide. In Tibet. Stop genocide in Tibet. Freedom for Uyghurs. Freedom for Uyghurs. Justice for Uyghurs. Justice for Uyghurs. Freedom for Tibetans. Freedom for Tibetans. Justice for Tibetans. China is lying. People are dying. China is lying. People are dying. China is lying. So next we have Dalhar Karsar, who is the newly elected president of the Tibetan Youth Association in Europe, and I would like to welcome him on stage for remarks. 유럽을 셔누튼조 첩시베 행나무조 드린 사모페투브디 가보시다초는 투지제슈에. Bonjour mes amis. On behalf of the Tibetan Youth Association in Europe, I would like to welcome and thank you all for attending this protest in Geneva. We're here to send a message not only to the United Nations and its High Commissioner for Human Rights, Ms. Michelle Bachelet, but also to the whole world. We all are here today to show that the human rights violation committed by the CCP is reality, and they are trying to hide the fact from the world. They think that they can get away with all their crimes, but let me tell you one thing, they won't. It is our duty to show the world that the CCP is lying to everyone's faces and censoring every comment made about the human violation committed by them. A recent case for this fact is the one of the late Tsewang Nobu and his father Chegela. Tsewang Nobu was a Tibetan singer who protested on the 25th February this year by self-immolating himself in front of the Potala Palace in Lhasa, the capital city of Tibet, making him the 158th self-immolation case since 2009. In regard of his death, his father Chegela has been repeatedly being threatened and harassed by the CCP, which led to him committing suicide only a couple of days ago. These cases and stories are fact, and the CCP are trying to cover up those stories. Therefore, I demand that the UN and its High Commissioner for Human Rights, Ms. Michelle Bachelet,
for us to visit Tibet, East Turkestan, Taiwan, Hong Kong, Southern Mongolia, and all the other countries which are being threatened by the CCP, and see the human rights violations committed by the CCP with their own eyes. Don't listen to the words and promises that the CCP is giving you, because you can't trust a regime like that. Open your eyes and listen to us. There is a reason that we all here came to Geneva protesting for our causes. Don't get fooled by the CCP and stand up for human rights. Lastly, I want to say one thing. It fills me with pride and motivates me to see so many people here at this protest who are trying to make a stand for our causes. On behalf of the Tibetan Youth Association in Europe, I want to thank all the people and organizations which we have worked together with in the last couple of years, and I hope we will continue our great partnership in the future. Be assured that we will always stand with you and support you, because our combined forces can really affect something in our fight for human rights. I will not stop fighting for our causes until the CCP is down and our brothers and sisters back home can live in freedom. Thank you very much, and Pegelo. Thank you, Dala. So next, I would like to also welcome on stage Ms. Talin Tomo from the Tibet office in Geneva. She's a representative from the Central Tibetan Administration in Dharamsala. Welcome. Hello everyone. So we are gathered here in front of the UN Office of High Commissioner with heavy heart. The Tibet Bureau expressed its deep concern over the visit of the UN High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet, to China later this month. The expected visit to China by the High Commissioner is causing us more concerns than it could help victims of human rights abuses committed by China. The High Commissioner's continued silence on Tibet is deeply disturbing. Today, as we gathered here in front of the UN Office of High Commissioner, I would like to read out the statement from the Central Tibetan Administration demanding the UN High Commissioner to hold the credibility of the office, and bring Tibet on the visit agenda. The Central Tibetan Administration welcomes the UN High Commissioner visit to China and other regions, which is expected to take place later this month. The visit announcement comes 3.5 years after the High Commissioner publicly called upon China to allow unrestricted access to East Turkestan for the first time in September 2018. The Central Tibetan Administration believes the visit to East Turkestan would go a long way in ameliorating the human rights situation in East Turkestan and addressing the genuine grievances of our Uyghur brothers and sisters. The deplorable situation in Uyghur regions must be condemned in the strongest possible terms. Joining Tibet during this upcoming visit in the face of ever-growing expansionist China will pose a risk and challenge the holistic approach to address human rights violations committed by China. China's invasion, occupation, and misguided policies in Tibet over the years have resulted in severe human rights violations for Tibetan people on many levels and in different aspects of their lives. Due to the existing repressive atmosphere and absence of civic space in Tibet, at least 158 Tibetans have resorted to tragic act of self-immolation protests, calling for freedom and return of His Holiness the Dalai Lama to Tibet. Over 2 million Tibetan nomads have been forcefully
removed from ancestral nomadic lands in the name of development and poverty alleviation. Tibetan language has been systematically replaced by Mandarin, and remaining Tibetan medium schools are forcibly shut down. The continued enforced disappearance of Tibet's 11th Panchen Lama, Genden Chögyam Nyima, is a cause of great concern for not only Tibetans, but for the entire Tibetan Buddhist followers around the world. A recent joint communication by a group of UN Special Procedures mandate holders to China over arrest, detention, and enforced disappearance of Tibetan writer Thundup, known as his name, Diladen, musician Thundup Dakpa, and Tibetan teacher Rinchen demonstrate the challenges faced by Tibetans on a daily basis, in particular Tibetans who engage in protection and promotion of Tibetan language, culture, traditions, and for merely expressing their views about Chinese policies being implemented in Tibet. The situation in Tibet has been worsening day by day, resulting in the slow death of Tibetans' traditional culture and national identity. Therefore, a meaningful assessment of the situation in Tibet by the High Commissioner, Madame Michelle Bachelet, is a critical need of the hour, and this can happen only with a visit to Tibet. We are deeply dismayed by the UN High Commissioners for Human Rights' lack of responsiveness and obscurity surrounding the impending visit, thereby contesting the credibility of the Office of High Commissioner. In contrast with the predecessors, the UN High Commissioner's silence on China's human rights abuses in Tibet is deeply concerning. The High Commissioner must be publicly accountable for the Office of High Commissioner's observation and assessment of human rights situation in Tibet and indicate us efforts being taken by the office to mitigate the repressive and rapidly deteriorating situation in Tibet. It is more pressing than ever to send the right signal of hope for human rights and freedom in Tibet, East Turkestan, and other regions being suppressed by China. Therefore, we reiterate our appeal to the UN High Commissioner for Human Rights that the upcoming visit to the appeal to the High Commissioner to ensure that the upcoming visit to the oppressed regions in China must be credible, substantive, and unfettered, including a visit to Tibet. Thank you. Thank you so much, Calvin. So next, I would like to invite another Tibetan ally, Mr. Jacques Arnal from the Swiss Tibetan Friendship Association. So welcome on stage. I feel very humbled to speak after all those speakers today. I'm a member of the Swiss Friendship Tibetan Association in Geneva. Since the late 80s, I'm a member of this association. I try to do my best to support Tibet. These last years, unfortunately, the problem of oppression has gone on Uyghurs, on Eastern Turkestan, Manchurian, Hong Kong, and the things are getting from worse. So here I just want to say our solidarity of European people to your cause, because it is a noble cause. We have to help you in this, through this demonstration, to be at your side. Xi Jinping is the worst. Well, he has his friend Putin also, so he's not alone. But what we ask Michelle Bachelet is really to open her eyes and don't be fooled by the Chinese authority.
because each time it was the same for the COVID in Wuhan. Once foreigners wanted to investigate, they were always with, how do you say, employees of the government, and they couldn't see the reality of the thing. So here we ask formally Michelle Bachelet to open her eyes and don't, and how I say, I'm looking for my word, oppression of the Chinese Communist Party. So here all my sisters and brothers from Uyghur, East Turkestan, Hong Kong, Manchuria and Tibet, we will always be at your side. Thank you very much. Thank you so much, Jacques. So our last speaker for today is Mr. Yusuf Chakir Bey from the Islamic Confederation. So I welcome him on stage and we will provide interpretation. Esselamu Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Hello everybody. Dünyanın birçok yerinde tarihe baktığımız zaman birçok katliamlar oldu. If we look into the history of human being, we can see a lot of genocide happen in different regions of the whole world. Kimisi Müslüman olduğu için, sometimes the genocide is because committed against the Muslims. Kimisi Hristiyan olduğu için, sometimes against Christians. Kimisi toprak için, sometimes it is because of the dispute, because of the land. Katledildi. The genocides happen throughout the history. Fakat Çin'in yaptığı farklı. However, if we look into the genocide committed by the China, çünkü Çin hükümeti orada yaşayan, kendinden olmayan insanlara benim gibi yaşayacaksın, benim gibi inanacaksın, benim gibi giyineceksin diyor. The genocide happening in China is completely different from all the genocides happened in the history, because the genocide is not against only a certain religious community or certain ethnic group. It is against all the people who is not China, and all the non-Han Chinese people are being forced to live like a Chinese, Han Chinese, or disappear. 2022'nin dünyasında özgürlüklerin çok konuşulduğu bir dönemde bu kabul edilemez. In this era of human history, at the year of 2022, when all the focus of the human beings are freedom and democracy, and this genocide cannot be accepted by all means. Bunun için dünyada adaleti sağlayan veya sağladığını iddia eden Birleşmiş Milletleri göreve davet ediyoruz. So we are here to invite the United Nations and organizations who claim to be in protect of human rights, or standing against the genocide, or standing by the people who is being genocided, to fulfill their responsibility. Çünkü Çin hükümetinin yaptığı insanlığa karşı bir soykırım, insanlığa karşı bir katliamdır. Because what the Chinese government is committing is crime against humanity, genocide. Ve burada adaleti sağlayacak olan da yine Birleşmiş Milletler'dir. And the United Nations is right in the position to do something against this genocide, do something against this crime against humanity, instead of whitewashing or cooperating with the Chinese government. Birleşmiş Milletler yetkilileri bir karar vereceği zaman önce kendi çocuklarını, kendi ailelerini düşünmeli, empati yapmalıdır. So we invite the United Nations to think about their own family, to think about their own kids and children before they make any decision about this trip to East Turkestan. Çünkü Uygur'da, Sincar bölgesinde ve diğer Tibet'te, o bölgede olan aslında insanlık katlediliyor. İnsanlık soykırıma uğruyor. So actually
humanity is being genocided in the region of East Turkestan, in the region of Tibet. Ve bu zulüme dur demek için de evinden, yurdundan çıkmış, bugün buraya gelmiş, fedakarlık göstermiş tüm kardeşlerimizin sesini burada duymalıdır Birleşmiş Milletler. So we are very pleased to see so many people coming from all over the world to convey the same message to United Nations, and we invite once again the United Nations to hear the voices of these desperate people and act upon the justice before they go for this visit. Ben bu duygu ve düşüncelerle İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları adına Uygurlu kardeşlerimizin, daha doğrusu mazlum olan bütün mazlumların yanında olduğumuzu bildirir. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. With this spirit and the emotional support, we stand firmly with not only Uyghurs and Tibets, with all the people who has been subjected to all kinds of human rights violations, and invite the United Nations to fulfill their responsibility. Thank you very much. Thank you very much. So it looks like we have one last speaker. So it's my dear Bakhtinur Adem from the Sweden Uyghur Union, which was just recently formed. So I would welcome her on stage to give her remarks briefly. Assalamu alaikum. Dünyanın her yerden gelgen kadirlik aziz tukallar, cemaat, hemmellerine salam. Biz Şivitya Uygur Birliği ve barlık Uygur cemaatga vakalat bulab, o'rnachimiz bu yerga namoyishga kelib salomlarimizni yetkazib turibmiz. Ham namoyish uchun xalqimizningki iyonlarini qo'lga topshirib, bu sharafli tarixiy paytga ishtirok etib hammalarga salom deyish bilan birga bu tarixiy vaqtda Bachili xonimdan shuni iltimos qilamiz. Uyg'ur xalqi boshqa millatlarga, jahon millatlarga o'xshash hur yashashga, kishilik erkinlikka erishishga haqli. Shunga oldingi yili e'lon qilinmoqchi bo'lgan raportni tezdan dunyoga e'lon qilishni kuchli iltimos qilamiz. Ham Xitoyga besim qilib kamplarni taqab million xalqimizning hur yashashiga sharoit hozirlashini iltimos qilamiz. Rahmat. On behalf of the Uyghurs in Sweden and myself, I present you my greetings. We gathered 10 people from Sweden who came to this protest, and those who couldn't attend, they also donated money for the protest. And our demand is very simple, whether it's in Sweden or in the Uyghur community around the world. We have one ask, and it is that Miss Michelle Bachelet releases her report that the Uyghur people, the Uyghur community deserve justice, accountability, and transparency. Thank you, everyone. Hürlik yaşsın, Uyghur yaşsın, dünyada tinchlik bo'lsin. Rahmat. Esselamu Aleyküm aziz yurttaşlar. Yana yarım saat vaktimiz kaldı. Hemmimiz bir şey keleydi. Sözlerimizni, birbirimizden muğdişimizni heli mengiş kılacak bulduk. Kattık canı var şu anda olayımız ayıp başta hanım. Ağlı gidek. Aç kuluğunu takıvayan bozma ağlı gidek baktayımız. Hemen bir şey kilinla. Hem bana kendini buydu kira kilinla. Ayet kulukta potkallarını kilinla diyege. He. O kendini buydu demeye kaldı kilinla. Hem de çık demeye kaldın la. Bunu da açık demeyip geçsek kampın takılamaydı. He kilinla. Hemen. Freedom for Uyghurs! Freedom for Uyghurs! Freedom for East Turkestan! Freedom for East Turkestan! Miss Bachelet, release the report! Miss Bachelet, release your report! Wake up, Miss Bachelet! Wake up, Miss Bachelet! We want justice! We want justice! We want transparency! We want transparency! We
aziz qarindoshlar, yana kuchimizdan chiqib oxirgi 2-3 minut o'zimizningki jangovar shoirimizni Dokunka siz ma aldık kelgan bo'lsangiz. Dokunka. Biz hazır, siz tushundiramsiz? Hazır. Assalom. Sabtaşlar, dostlar. Hazır bir heyet biz Bakışlar xonimga berdigan bir iltimosimiz bor. Shuni berish uchun hozir bitmish 12:30da bizning qabul qilmoqchi uyuz emas odamlari ishxonasi 61 teşkilat Amerika, Kanada, Avrupa, Avustralya, Japonya, dünyanın hem yerdeki 61 Uygur teşkilatı, Şərq Türkistan teşkilatının imzası bilen imzalanğan bir xitimiz var. Başlar xanımdan nimelerni talep qilganligimizni bütün teşkilat rehberliği görüp imzaladı ve onundan başka Uygur Adalet Arxivleri'nin toplagan 7000 kişilik bir məlumatı var. Onu elip ve Uygur Kişilik Hukuk Projekti'nin toplagan 480'den artık ziyalilerimizden turmalarda, kamplarda ki ziyalilerimizden tizimligi var. Bularını elip hazır şu yazgan xitimiz bilen birge bir heyet şunu takdim kılıp barımız. Biz şegimağımız kağa vaxtlarda caranlık kaldı. Biz aşı iltimasımızı belge vaxtıda aşılarının kulluğunu yer gidek şu vaxtda olanlar. Herkes yer kılış olmaydı. Çünkü bu tarihi bir gün biz bugün bir yere diyen gidek yalmağılı emez. Hesap sorgulu geldi. Çünkü bu işganda oturgan Başlar Hanım'ın bu erkek kırgınçlığın tokmuş mesuliyeti var. Bu mesuliyetini hatırlatkili geldi. Başlar Hanım siz dünyadaki en güçlük ve salahiyetli kişilik hukuk Ali Komisarı. Herkes Xitay Komünistik Partisi'nin komisarı emas deganni qulog'iga singdirish uchun keldik. Uyqusini ichishga majburlash uchun keldik. Dokladni darhol e'lon qilishga majburlash uchun keldik. Hisob sorg'ili keldik. Bugun mishadiki her bir vatandaşımızdan ailesinden en az bir qancha kishi toplu kamplarda erziyat chekyotdi va yoki o'ldirildi va yoki har xil shakldagi iskanjalarga tan jazosi uchrayotdi. Shuningga bu soykırımını to'xtatish bizning ovozimizni anglash mecburiyeti. Biz herkes yanılgan küpesiniz emas. Şunun için bizden bugün deydigan aldığımız günlerde Ali Komisarı'na deydigan gaplarımızın ait kattık, keskin ve karanlık buludu. Yalvardığına vakit yok çünkü bundan 70 yıl ilgiri dünyada bir soykırım yaşangan, erkek kırgınlık yaşangan, dünya bir katın tekrarlanmaydı dedi ama bu tekrarlanmaydı diyen nersi kuruk şuar bop kavutudu. Bunun imzası atkan 150 devletlerin hemmisinin mecburiyeti var bu soykırımı toktuşka. Bu erkekliğinizi toktuşka. Şunun için bizim kolumuz artık kulağının yakısı da buludu. Bunu toktuşka bütün gücümüzden hareket kılmaz. Bana bugün bir yerde hemenlerinin katmış bilen aşı irademizde oturup koyduk. Şunun için dedik bugünkü namayış tarihte her kanda bir namayıştan farklındığın bir namayış. Çünkü biz ulanın hesap soraş için kelgen bir namayış. Burun kılırı biz yalvırdığın gipimizi kulak salsan diyen bir namayıştı. Şunun hemenlerden Allah razı olsun biz hazır mağındık. Hazır mağınız kağalla diberde caranlık şuarlan toğlanlar niyage Gollandi'nin kelgen vekilimiz Abdul Kasım Kason, Belgiya Uygur Cemiyeti'nin reisi Abdullah Kason, Rüşen Abbas Kason, bizim kamp şahitimiz Kason, anın dikim Beknur Hanım Kason, biz hazır şu bir heyet şu dokladını belgili barımız. Kalbinlerden siz aldığı çıksanız kalbinleri silip aldığı çıksanız biz hazırlamamız. So just a quick explanation and or translation. We are now, a few of us are headed now to the front gate of the High Commissioner's office to deliver a letter signed by 60 Uyghur organizations around the world expressing our immediate concerns and demands about her upcoming visit to East Turkestan and also the need for her to meet with our groups along with the list of over 400 Uyghur scholars that have been detained
in East Turkestan, as well as the exact locations of camps. So a few of us are now headed, including camp survivors and organization leaders. So meanwhile, we were there, so we would ask everyone to keep going with the slogans so that they can still hear us from the other side. So thank you. İlyar. Aziz qarindoshlar, reisimiz Do'lqin Esa Ahmad deganimizdek hozir uzun yerlerde geldinglar. Şu faaliyetdeki neticesi bo'lsin. Shuning uchun yana bir qitim sizlarga oldiroq yig'irib kelishinglarni talab qilaman. Kuchimizni yig'ib oxirgi taxminan 5 minut atrofida shiorlarimizni jaranglik to'lab bu shunday esil yerlarda ishlab o'ziniki majburiyatlarini, o'ziniki mas'uliyatlarini unutib qolayotgan yoki bo'lmasa biz unutilib qolsak bizni hech kim bilmaydi deb mushtaq o'ylab qolgan insonlarga, mushtaq rahbarlarga o'zimizniki, xalqimizniki deb faryod sadolarini anlataydi. Aziz qarindoshlar, hozir ovoz toza endi qonlanmaydi ekan. Bu yerda qolgan qarindoshlar shuvarta olayotdi Mishel boshlat xonimga. Do'lqin Esa boshchiligidagi, Do'lqin Esa apandi boshchiligidagi qurultoy hayotlari o'zimizniki talab va dokladlarimizni topshirig'ini Mishel boshlat xonimniki yordamchisiga bilan ko'rishyotdi. Ovoz toza aniq emas hozir, lekin Zumrat ayning tushuntirishini az bo'lsin anglayapmiz. Bu yerda qanday materiallarning topshirilganligi, ya'ni Do'lqin Esa apandi degandek 30 lager, 7000 dak odam ham 400 necha Uyg'ur sarxillarining fikrlari ham uningdan boshqa bir qism maxfiy fikrlar bor, uni oshkor etilganmidi. Bu dokladlarni bevosita yordamchining qo'liga hozir topshirdi. Albatta u el xatar qiliq ma'vatilgan bo'ldir. Gulbar Jalilova xonim ruscha o'zining talablarini davatadi.
Yani bu Ali BDT'ninki Ali Komisarı bu orun. Yani Michel Bachelet hanımınki işxanası şu yerdi şu. Bir yerde hatırı suretki tushunga o'xshaydi. Assalomu alaykum Ishtixor apandi. Ovoz toz yaxshi emas. Ovozni yaxshilikni bilaman. Ishtixor. Hozir men gap qilib boqay, mening ovozim qanday chiqyapti? Ovoz bor, lekin bu Dolqunaysa apandilarniki ovozi hech qanday yo'q. Ovoz nayt bo'sh bo'lganlik uchun va mikrofon Biza yaqin boraylar bo'lmasa. Bo'lganlik uchun hozir Dolqunaysa apandim inglizcha ziyoratni qabul qilyapti. Sal yaqin bo'lgan ekan Uyg'urcha ziyoratini qaytadan takrorlab olamiz. Bu haqda Dolqunaysa apandim topshirdi va buning natijalari qanday bo'ldi? Sal yaqin bo'lsak, sal yaqin. So we expected this visit not like this friendly or not visit. This visit must be unfettered visit for Uzbekistan. Otherwise, not useful for us. If this visit just happening by the agenda of the Chinese government, this is China misuse it. This is not benefit for the Uyghur cause, and this is not benefit for the Uyghur. Agar qolaylik bo'lsa Dolqunaysa apandimninki hozir topshirgan dokladini Uyg'urcha ziyorat qilishni xohlaymiz. Hazır mana Birleşken Devletler Teşkilatı Yüksek Ali Komisarının işhanesinden çıkan hadim bilen chet eldeki Uygur teşkilatları 61 tane Uygur teşkilatından birlikte imza atkan talepnamemizni, iltimasimizni ve onu koşup töyizden artık Şarkı Türkistan ceza lagerlerinde turmalarda azap çıkartkan Uygur serhillerinin tizimligini ve şundakla Uygur Adalet Arxivlerinden tayarlangan Şarkı Türkistan'daki ceza lagerlerinin ornu, adresi aniq bilgen bir hüccetini koşup biz Ali Komisar işhanesiga berdik. Bunu Ali Komisar işhanesiga bu mesul kişi Antonio diyen kişi Ali Komisarının kuluğu yetkizdiğanlığını bu meseleyi ciddiye aldığanlığı hakkında bizge söz verdi. Biz bir yerde Şveysariya'daki teşkilatımızın reisi, Şvisya'daki teşkilatımızın reisi, Hollandiya'daki teşkilatımızın reisi, Amerika'daki kelgen teşkilatımızın reisi ve kamp şahidimiz ve Dünya Kurulu'nun kelgen vekiller, Belgiye'den kelgen teşkilatımızın vekilleri grup, bu teşkilat rehberleri, bütün 61 Uygur teşkilatı vakaliten bu iltimasımızı takdim kıldı. Rahmet. Köp rahmet. Dolqunaysa apandim bunu topshirilgandan keyin bular burunqidek yine bunu kömesçilik deb davomlashtiramı yoki buningdan keyin bu namoyishdan keyin qanday natijalarni qo'lga keltirdi bo'ldi? Buningdan keyin bularning pozitsiyasi qanday bo'ldi deb o'ylaysiz? Biz arzu qilamiz bu namoyishdan keyin buncha ko'p norozilikdan keyin bugun nurg'un xalqaro matbuotlarmi bu yerda bizni ziyorat qildi. Bu hodisadan keyin Başlar Hanım cho'qim uyqusini ochdi deb o'ylayman. Bu susqunlikni tugatdi deb o'ylayman. Ve bizden arzuyumuz şu, çünkü yerde milyonlagan insanlar ölüyordu. Bir qancha yıldan bu yan, 5-6 yıldan bu yan. Bunun hağızlıcı kıpkan sükütü yitip aşıdı. Şunun için bu sükütünü buzuşu, bu erkeği kırgınçlığının toktuşu, Başlar Hanım'ın bir ahlaki ve vicdani ve mecburiyeti bu. Mecburiyeti ve kanuni mecburiyeti. Çünkü 1948 yıldaki insan hakları bayannamısına ve şundaklı erkek kırgınçılık emaldan kaldırıp ahnamısına kol koygan 150 devlet varmış. Devletlerin hemmisinin mecburiyeti. Bu hanım muşundak bir organın üstünde boğan iken onun en birinci mecburiyeti. Bunun da kol tıkışı. Biz şunu talep kıldık bugün. Başlar Hanım herkes Xitay Komünistik Partiyası'nın bir Ali Komisarlısı bopkanmaslık gerek. Ve Başlar Hanım Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komitesi'nin en Ali Komisarlık rolünü toluk cari kıldırış gerek. Bizden avazımız kulak yetti de oylayman. Bunun deyinkin çokum yakşı bir silkinudu. Bizden bu arzularımız ona tesir kılıdı. En vicdanına hem ahlakına en azın tesir kılıdı da oylayman. Eğer yalnız sütünü buzumuz
Uzmay yanı bu şibeti, namaytını uzmasa yanı bu şibeti. Eğer Beşley Han'ın yanılama sükutunu devam kısa, yanılama hareketi ötürse, emdi biz istifasını talep kılışımız lazım. Köp rahmet. Adalet bilen vazifesini icra kılışını emeklerimiz. Köp rahmet. Anda olsa namayışqa yana qaytib kelayli. Shiftqar efendi. Tamam, rahmet. Hürmetli televizyon görgüçüler, köp rahmet. Yukarıda sizler anlığınızlardek Dolphin Aysa efendimninki ve Roşan Abbas hanımdan ve başka her kaçtırdan kelgen vekillerimizinki taleplerini anlagan bulduk. Hakikaten yukarıda dep aytılgandek bu qatımqı namayışlardan, bu qatımqı narazılıklardan mı yeni oyganmasa, yeni silkenmese o çağda istifasını talep kılış hakikaten hak bolgan buldu dep oylaymiz. Hammalarga rahmat. Unda olsun namayışımızga qaytib keldik. Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! Close the camp! Close the camp! Release our fathers! Release our fathers! Release our sisters! Freedom for Uyghur! Freedom for Uyghur! Stop the genocide! Uygurlara erkinlik! Uygurlara erkinlik! Uygurlara adalet! Uygurlara adalet! Justice for Uyghur! Justice for Uyghur! Uygurlara hürriyet! Uygurlara hürriyet! Liberty for Uyghurs! Liberty for Uyghurs! Close the concentration camp! Close the concentration camp! Where are our brothers? Where are our fathers? Stop the genocide! Stop the killing! Stop the killing! China away! Uyghur die! China away! Uyghur die! Stop the torture! Stop the killing! Close the camp! Close the concentration camps! Release the Panchen Lama! Release the Uyghurs! Release the Uyghurs! Uygurlara adalet! Uygurlara erkinlik! Justice for Uyghurs! Justice for Uyghurs! Close the camp! Release my brothers! Release my sisters! Release our children! Close the camp!
genocide! Stop the Uyghur genocide! Close the camp! Close the camp! Release the report! Release the report! Stop whitewashing! Stop whitewashing! You will break your silence! You will break your silence! Stop the genocide! Close the concentration camp! Close the concentration camp! Assalamu alaikum, aziz yurttaşlar. Bugün maqsadimiz ovozimizni Boshlar xonimga yetkazish ve yazma taleplerimizni Boshlar xonimning qo'liga tutqizish edi. Hozir bir grup berib taleplerimizni taqdim qildik. Boshlar xonimning yuqori darajalik bir amaldori Antonio Efendi chiqib taleplerimizni qabul oldi. Qisqa suhbatlashdik ve bizning taleplerimizni, iltimosimizni Boshlar xonimning qo'liga bugün yetkizdiğinliğe söz verdi. Demek hemmenlerinin Çiçeğedin, Uxumay, Hollandiyadin, Belgiyadin, Abduzla bilen 10 saat kelgen karindaşlarımızdan Allah razı olsun. Norvegiyadan 26 saat maşina edip kelgen karindaşlarımız baki abiyatın görüştüm. Sizlerden Allah razı olsun. Engeliyadin aeroplan bilen kelgen qarindoshlarimiz bor, sizlardan Allah razı olsun. Hatta Avustralya'dan kelgan hadimiz ve akimiz bor bu yerda. Kanadadan kelgan akimiz bor bu yerda. Yaponiyadan kelgan do'stimiz bor bu yerda. Qozog'istondan kelgan qarindoshimiz bor bu yerda. Yani Yevropadan davlatlardan boshqa Turkiyadan kelgan mushu lozunkalarni elib, mushu bayroqlarni elib kelgan qarindishimiz bor. Shuningga mushu qilgan xizmatlarning, qilgan ajrlarning netinchisi bilan bugun nihoyat muvaffaqiyatli bir norozilik namoyishimizni o'tkazib oldik. Buning uchun oylardan buyon xizmat qilgan tashkilot rahbarlarimizga Yevropadagi 21 tashkilot bir oydan buyon javolik ishildi. Mushu qarindoshlarimizni akilish uchun birdan telefon açıp hizmet ishlab mushu bugungi namoyishning muvaffaqiyatli bo'lishi uchun jon fidolik bilan xizmat qildi. Buning uchun Gollandiyadagi Yevropa Ma'rif Sharq Turkiston Ma'rif jamiyatining raislariga, idora heyetlariga, Belgiya Uyg'ur jamiyatining raislariga, idora heyetlariga, Fransiya Uyg'ur jamiyatining idora heyetlariga, Yevropa Sharq Turkiston birligi, Germaniya Ma'rif Medeniyet Cemiyeti'nin rehberlerine, reisleri hanımlarga, Şvitsya Uygur Cemiyeti'nin rehberlerine, hanımlarga ve şundakla Norvegiya Uygur Komisyonunun rehberlerine, Finlandiya Şarkı Türkistan Cemiyeti'nin rehberlerine, Avrupa'daki. Yani kaç devletler kaldı? Şvitsarya bulup mu Muşu namayişinin bütün müşahedeki tayarlılık işlerini kılan Şvitsarya Şarkı Türkistan Cemiyeti'nin Uygur Cemiyeti'nin reisine, idare heyetine, Angliya Uygur Cemiyeti'nin reisine, idare heyetine bulup mu Ceneva'daki Tursuncan ailesine, Eli ailesine alaydı rahmet etimiz. Çünkü müşahedeki bütün bizden sahip hallerimizin işini müşahedek geldi. Bunun da ismi atanıp atanmayı unutup kapagan teşkilatlarımız veya ki fidakar şahıslarımızdan hemisinden Allah razı olsun. Tek küreş aldığımızda biz kadem baskıçlık bilen bugün özümüzden taleplerimizni mecburi halda ağızlığa bir dereceye geldik. Biz bu hareketini başlığa baktığımızda aran bir yerde bir erkek kırgıçlık bulatıdı, Uygurlar zulüm bulatıdı diyenle 6 kademlerden başlayan. Ama yıllardan bu yan her birinlerinin baskan kademleri bilen, hep bağın faaliyetleri bilen bugün Muşu'ya gelip hesap soraş baskıçlık geldi.
Ama iş tügümedi, kampına kalmadı. Xitayning Uyg'urlarga bo'layotgan erkiy qirg'inchilik oslab qolmadi. Faqat dunyoning ko'zini bo'yash uchun Ramazon bayrami hayitida samolar serish orqali dunyoning ko'zini bo'yashdan iborat faqat rang o'zgartdi. Biz bunga aldanmasligimiz kerak. Dönüş bo'lib qolmasligimiz kerak. Davomli tiz turishimiz kerak. Shuning hammamiz qaytgandan keyin o'zimizning davlatlarda, o'zimizning atrofidagi qarindoshlarimizga bu namoyishlarning ahamiyatini tushundiraylik, davomli sagak turaylik. Bizning noyi maqsadimiz kamplan taqash, o'zimizning vatanimizda, o'zimizning bayrog'ining ostida erkin, bugun dunyodagi Shveysariyaga o'xshash erkin yashayotgan bir davlat bo'lib, o'zimizning bayrog'i ostida farovonlik ichida, baxt saodat ichida yashash. Demak, qilgan ishimiz yamanchiq biz ishning boshlang'uchida. So'ngra uxlab qolmaylik. Xitoylar kampini taqab qolayotgan vatanga boradigan fursatlar echilib qolgan deb bu afyonni yeyolmayli. Texno hushyor bo'lishga, texno keskin bo'lishga to'g'ri kelyotdi. Jiddiy kurashlar bizlarni saqlayotdi. Shuningga her birimlardan qilgan qadaminglar uchun ko'p rahmat. Bu yerda texnik ishlarimizga yordam qilgan illerimizga Germaniyadan kelgan Toshmamat, Erkin, mushunga o'xshash Baxtiyor, Iftixor, mushunga o'xshaydigan Nedijon, mushu tashviqot ishlarimizni qilib keldi bir qancha haftalardan buyon. Ya'ni ismi hozir bevosita taqiqlotdi naq maydondan. Mushu ishning oqisida biz o'tirib chiqib mikrofonni so'zladik, hammanglar bildinglar, ammo ishning oqisi turib buning jafoli xizmatlarini bizdan necha 10 asr qilgan qadrdan do'stlarimiz bor, ini singillarimiz bor. Bularning hammasiga chunqur rahmat aytamiz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Biz bilan abiyan degandikidek bu sorunni bulamagan bo'lsa, moddiy jihatdan yordam qilib dunyoning ham yerdan mush kelgan 30larning kiralarini ko'tarishimizga yordam qilgan saxovatparvar insonlarimizga rahmat aytamiz. Unimi qilamagan, duo qilgan nurg'un insonlarimiz bor. Ularga rahmat aytamiz. Endi boshqa duomi qilamagan, kalbimiz bilan bulamagan, pulun berenmegen, yüzümü kilenmegen insanlarımızga biz bir yerden dua kılıyoruz. Allah silahını ıslah kılsın. Allah silahını muşundak meydanlığa evet işitiğen kalbi güzel, biz okşaş insanlardan kılışka nisip olsun. Amin. Rahmet Allah, nemaşımız bir şeyde akırlaştı. Sağ selamet tutuyorlardı. Bayrak, lozuklarını şeyde çıraylı katlap, yığıp durumla Germaniyadan keldiğen Abduz Mişay keldi. Kakan Gollandiya'nın Abduz'u. Gollandiya'nın Abduz'u sen çürük koygayak bardiken. Şununla sıranın 2 saat vaktınla ba. Ma Germaniyadan kelgelerinin 1 saat vaktınla ba. Mişay keldi 4 saat. 2'de Mişay'ın kozgulu keldiğen gel başka yer ketmey. Mişay tarafta sana yakşı. Rahmet. Assalomu alaykum, hurmatli ko'rurmanlar. Hozir namoyish oxirlashish bosqichiga kirdi. Shundaqdimi bir ziyoratimizni jiddiy davomlashtirsak deb o'ylayman. Qani hozir marhamat Iftixor. Assalamu alaikum. Bugün ben bu ehemmiyetli namoyishga qatnashganligim uchun, qatnashalganligim uchun Allohning ishiga sog'-salomat kelib, namoyishga ishtirok qilgan shu qolgan qarindoshlarim bilan birlikda bizning Uyg'urlarning huquqini anglatish uchun kelganligimga oldi bilan o'zimni nihoyatda baxtiyor his qilaman. Namoyish nihoyatda g'albilik oyoqlashdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Esapen'in başçılığındaki bir grup bizim taleplerimizni, yani bizimki vatandaki şu lager türmüsünün ki ahvalini, şu akti yazılgan dokulatlarını, arkadaş teşkilatlarının şu bizimki maqsadimiz bo'yicha Birleşken Devletler Teşkilatı'nın en yukarı derecelik xodimiga yetkazib berganligidan
Ben özüm hoş buldum. Hamınlarga rahmet. Namayış, muşundaq bir ehmiyet namayışlar bilen halkımız kısa vaqt içinde erkinlikке, müstakillikке erişerse bu hemimiz için bir baxtiyorlik ve bir hoşallık buludu. Rahmet. Sizgim rahmet dede. Medine Baldun Hanım yine şundaqlam bultur 7. kurultayda Prag'da tunji qitim qo'yilgan qo'zg'algan Uyg'urum degan naqshiningki tekstini yozuvchisi Shoira Hanım buldu. Bu naqshini yezish orqali nurg'unlagan muhojirat Uyg'urlarningki vatanga bo'lgan ishtiyoqini qaytadan qo'zg'ash, vatanga bo'lgan seg'inishdan laqtaq bo'lib qolgan qalblarini qaytadan bir suv sepgandek bo'ldi. Bununla hem ben hem özüm şahsımdan da hem Kurultay Televizyonu'ndan çok rahmetim. Onda Kırgızistan'ımız kayıt kileydi. Baxtiyar efendim, eğer kalırsanız katım sözünde söktüğümüzü bu kantını ahırlaştırsak buludu. Köpten köp rahmet, İftixar. Hazır hem de Dolqun İsa Efendi'ninki reisimizning nayeti ta'sirlik bir nutq orqali bizniki bugungi bu namoyishimiz g'alabalik oyoqlashgan bo'ldi. Abay degandekidek bu namoyishga qatnashgan barliq aziz qarindoshlarga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Namoyishniki namoyishniki shunday bir yaxshi o'rinlashtirilishi nihoyatda tinch holatda buni orqada jafo tortgan to'g'ri biza yaxshi emas, har xil texnikalik masalalarga yo'liqdik, buning uchun kechirim so'raymiz. Demak, nihoyatda yaxshi bir namoyish bo'ldi. Bu namoyishning ahamiyati bizniki BDT qurilgan 77 yil 73 yil yana Sharqi Turkistonninki besilingandan keyingi 70 yildan ortiq tarixda BDT'ninki Sharqi Turkistonga tunji qatim shunday bir tekshirish avatishi bo'lib hisoblanadi. Hamda Xitoy buni ziyorat degan taqdirdami BDT buni tekshirish deb tilga oldi. Shuningga bir tarixiy ahamiyatga ega bir namoyishni qilyapmiz. Buning uchun mush namoyishni o'rinlashtirgan, namoyishga kelgan ham bu namoyishning oldida keyinda jafoliq hamgan qilgan barliq qarindoshlarimizga rahmat. Dünya Uyghur Kurultayı Tor Televiziyasi tunji qatim shunday bir naq maydonni bir necha kamerada naq maydon tarqitish olib bordi, lekin ba'zi texnikalik sabablar tufaylidan ya'ni sharoitimizniki to'liq bo'lmaganligi sababdan ovoz masalasi ba'zida gij ovozlar chiqadigan, ya'ni yo'l tor bo'lganligi uchun mikrofon ya'ni yangrat qulog'iga yaqin turganligi uchun ba'zi masalalarni oldini ololmadik. Lekin bundan keyin taklif fikringlarga asosan texmi yaxshi xizmat qilishga tirishimiz. Dünya Uyghur Kurultayı shundaqla Qurultay Tor televiziyasidagi barliq xodimlarga vakolatan bizni yaqindan ko'rib kelgan ham hozir butun diqqati bilan Tor oldida turib Tor televiziyasini ko'rgan qarindoshlarga ko'pdan ko'p rahmat. Birdam saqlaylik. Iftixor apandininki agarda qo'shimcha qilganlari bo'lmasa. Köpten köp rahmet Baxtiyar efendi, sizin stansimiz tarafından baş direktörümüzden köp jafo tattınız bugün. Bizning namoyishimiz bugun o'ngish oxirlashdi deb o'ylaymiz va umid qilamiz. Oxirsida Dolqun raisimizningki degandek bu namoyishga kelgan barliq qarindoshlarimizdan Rabbimiz ichki dunyolik aziz qilsin va ulardan rozi bo'lsin. O'zining millat uchun to'kkan har bir tomchi ta'lir uchun Alloh ulardan hasilab ajr ato qilsin. Hamda kelish qolayligi sababi bor turib sababsiz kelmagan qarindoshlarimizga ulug' Allohdan ko'ngliga insof va ular mag'firat tilaymiz. Ko'pdan ko'p rahmat. Ko'rishib omon bo'linglar. Sizga rahmat. Andaqda ko'pchilikninki Dünya Uyghur Kurultayı bu naq maydon programmasini o'zaro taqitishni, texnik ko'p odamlarning buni ko'rish uchun taqitishni unutmasligini umid qilamiz. Taklif fikringlar bo'lsa qizg'in qarshi olamiz.
Bugungi naq maydon programmamiz mishada oyoqlashdi. Xush vaqt bo'linglar. Allohga omonat.